Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz muhterem kırındaşlar, Allah'ın rahmetüyle yana bir kıtım ikram aldığa kilovatımız. Kolumuzdaki bağ imkaniyetler bilen bu hizmetini kılaylı dep, bazıda her gün, bazıda kun arılap ikramı çıkıvatımız. Elbette krizisinin içinde, nait xatarının içinde, hem meyli keçi bolsun, meyli kündüz bolsun, meyli baldur, meyli keçikili, bu vatan milletinin gımını kıldığan bir zaman, bir minut yetip gelgelik üçün, bu keşte 4 nefer kırındışımızını biz ikrama teklif kıygan edik. Bir kırındışımız işten acıyanmay kaldı. Çünkü hem meylenin iş gücü bağ. Ornağa başka kişinin sepleyenmegelik tüpeyledim. Perat Yonkaş efendim katlaşamadı. İkinci bir kırındışımız ciddi bir söhbet edip bir atkan zamanımızda herhalde kompüter viruslandı mı kandak oldu. Tekniklik bir mesele çıkıp yarım saat, 1 saatin biri o kırındışımızın Nebican Ala kırındışımızını sohbetimizge katanmadık. Biz bir addi stüdyo, şahsen bizninki kırındaşlık stüdyosu, addi bir stüdyo. Alaydı texniklerimiz, alaydı saymallarımız bulmağanlık üçün bazıda mana şundaq texniklik xatalıqlarga, meselelerge duch kelimiz. Şoňa programmalarımız keç kaldı, yani 1 saat keç kaldı. Amalımız yok çünkü bugün hem muşuna sözleşimiz bu ýerde. Bugün normal bir programma söhbet kılmayımız, biz fakat bu ýerde bazı näslerini talışymyz, munazir kılışymyz. Neme üçün? Bizning bu işlerimiz algı basmaydı. Bizning bu texniklerimiz terakki kılmaydı. Bizning bu meyli teşkilatımız, meyli kişilerimiz aldığı meňişde ciddi bir şekilde terakki kılanmayımız diyen meselelerde biz bu ýerde sözleşimiz. Biz üçeylen bugün teşviqat sahasida hizmet kılavatkan kırındaşlardan birisi bizninki kırındışımız Buğra oğlu Zebiyullah kırındışımız. Yani birimiz emmeylengi tonuşluk boğan kırındaşlarımızdan Sıraciddin Fatih kırındışımız Nurgiye'den katnaştı. Bu üçeylen ve Nebican Ala ve Ferhat Yorunkaş efendim ve onundan başka bir qancha kırındaşlarımız teşviqat sahasida hizmet kılıvatıdı. Ama bizde bir ilgirleş, bizde bir teraqqiyat, meyli texniklik cihettin bolsun, meyli başka cihettin bolsun, taz yaxşı bolanmadıdı. Çünkü qollaş, kuvvetleş, destekleş meseleleri hakikaten bizde igir boluvatıdı. Bugün mana şu programımızdan 1 saat keçikişide hem nurgun işlerini qıp baktık ama biz kılanmay kaldık. Aslı biz televiziya kurumuz davatkan insanlar, aslı biz dünya özümüzün avazını anlatımız davatkan insanlar, aslı biz bütün 35 milyon Uygur halkını uygutimiz davatkan insanlar. Ama kolumuzda ba imkaniyet intayin töven, intayin naçar boluvatıdı aziz kırındaşlar. Onun için bugün keçikip çıqqanlığımız için aval keçirip sizler. Onundan başka bugün söhbetimizge hem söhbet olup hem bahirleysizler ve inkas yazsızlar ve naq meydanğa telefon kılış arkalık biz bilen hem söhbette bolusuzlar aziz kırındaşlarım. Çünkü biz sizler bilen billa kılımız bu söhbetini. Biz sizler bilen billa sözleşimiz bu işlerini. Herkesin özümüz ayrım bir organ, ayrım bir kişiler, şahslar emas. Her vakit sizler bilen birge bu münazara, bu sohbetini ilip barımız. Zebiyullah kırındışımızga men sözünü berime. Uzun yıldan beri tor dünyasında teşviqat hizmetini kılıvatıdı. Meyli WhatsApp olsun, meyli başka uçur vasıtlarda olsun. Bu hizmet kanday ketivatıdı. Başlanışını kıskaça tariflep bersim ama hazırkı avalatıdan başlap bir paranlasak, o teşviqat hizmeti kanday kıyınçılıkla duch kelyapmiz degендek meselelerde sözünü Buğra oğlu kırındışımızdan başlayalım. Assalamu alaikum Buğra oğlu kırındışımız ikranımızga hoş geldiler. Sözüne evvel sizden başlayalım, merhamet. Ve aleyküm esselam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün dünyanın her qaysı yerlerde yaşayatkan Uygur kırındaşlarımızga Allah'ın güzel salamları olsun, Allah'ın rahmeti ve mağfireti olsun. Bu teşviqat sayesinde
bizning qiyinchiligimiz, zorluğumuz, hem ilgiri basmayotganligimiz, hem davasımızda kolumuzdan kelişçe töhpümüzni kuşanmayotganlik to'g'risida Hüseyin Tecelli kardeşimiz bu meseleni o'tirib qo'ydi. Allah razı olsun. Bugünkü programmada Hüseyin Tecelli kardeşimizning 4 kardeşimizni üzü bilen birge şu kanal arqali Xitoy tajovuzchilarining uchur edib berayotgan tashviqot soyasiga qilayotgan ziyonkashlikka qarta bir so'hbat bo'lganligidek his qildim. Buning da endi bizni tashviqot soyasidagi sotsial mediasidagi insonlarga Xitoy tajovuzchilarining qilayotgan zulmiga qanchalik bardoshlik bera olamiz deydigan temani Facebook'a yazıp Hüseyin Tecelli kardeşimiz muş tötümüzni, muş doğruluk üçümüz yüzü bilen birge muşunun da azırak bir düşünce bersenler hem muşunun bir münazirlesek, muzakirlesek diyen fikirlerden halkımızga ilan tuttu. Allah razı olsun. Hoş hem de biz asli teşvikat sayesinde gizit jurnalı sulap nihaki teşviqatçı bo'lib bir kesib o'qigan emas menimda. Bu kesibning ahli bo'lish kerak-ku. Xitoy tajovuzchilari hamda Uyg'ur xalqining, Uyg'ur musulmonlarining shu soyada o'qigan qarindoshlarimizni boshqa bo'limlarga, boshqa kesiblarga bo'lib o'tgan, boshqa kesiblarni berganning ta'sirini biz yana vatanning sirtida yashab turibmi? Shu Uyg'ur qarindoshlarimiz shu kesibni o'qiganlarmi yüzünün kesbini vatanning sirtida joriy qildiranmaslikdan boshqa qismlarga turmush, oila turmushi va ya o'zining boshqa qiyinchiliklarini hal qilish uchun ishlamasi bo'lmaydi bu Yevropada va boshqa davlatlarda. Vatanimiz mustaqil bo'lgan bo'lsa, yuqorida degandekidek mush kesibni o'qigan, tashviqot soyasida o'qigan har bir qarindoshlarimiz vatanning sirtidami shu kesbini elib mangan bo'lsa, nimdiga yaxshi bo'ladi. Bu bizning bu soyada tashviqotimiz va bugünkidek mana soat 8da e'lon berdik, soat 9da chiqamiz dedim. Birer soatdan biri shu bir-birimiz bilan uchrashamay, ham bir-birimizni shu to'rga akkiranmay, buningda avarchilik bo'lganligimizning o'zi bizga bu yerda Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur xalqiga vatanning sirtidami, mayli telefonimizga bo'lsin, mayli kompyuterimizga bo'lsin, yuqorida e'lon qilingan Xitoy tajovuzchilarining besimiga Uyg'ur xalqi qanchalik shu tashviqot soyasidagilar bardoshlik bera oladi deganni anglagan Xitoy tajovuzchilari bu suiqasdimizni to'timizni bijaga akkilish uchun jonliq yeyingimi, naq maydongimi bu birsimizni olmasmi, birsimizni uzaklaştırışıp tırışıdı. O da bir devlet. Biz öz aldığımızga küçümüzün yetişçi, kudretimizin yetişçi. Mesela Hollandiyada Hüseyin Tecelli, Ahmet Pidai, Abdüsalam Niyaz Uygur, Sırayıcı'dan Fatih. Yani muş qarindoshlarimiz muş sosyal medyasida qandoq qiyganda Uyghur xalqining suyunadigan bir harakatni elib bora olamiz. Qandoq qilganda Xitoy tajovuzchilarining ko'ziga mahbulab sanjila olamiz degandek bilan o'zining kuchining yetishichi bir yerdan bir maash vermaydi bularga. Maash veram deya qarindoshlar sizlarga. Yo'q. Hüseyin qaradim sizga maash veram deyamiş qiyg'aychimiz bu yerda. Hozirgacha bizga maash berib boqmadi. Mening demoqchi o'g'lim hammasimizning o'zimizning kuchimizda yetishchi. Men de qaytib kelsam sizning mana qo'ygan gapingizga men tashviqotchi emasdim. Xo'sh. Ham yilimi tashviqotchi emasmi? Bu tashviqot qilish, so'zlash xalqimizga azroq bo'lsin bir ruhiy uzruq bo'lamiki? Xitoy tajovuzchilarining ko'ziga mix bo'lib sanjilamanmiki?
deganlik bilan qo'limizga telefonni elib internetda bo'lsin, mayli nimada bo'lsin, xalqimizga ozroq tasalli, Xitoyga bir zarba berishning yo'llarini izlab, eng cho'ng hozirgi dunyoda elib berilayotgan urushning birisi uchur, tor, internet. Har qanday bir davlat bilan ziddiyat bo'lgan bo'lsa, birinchi o'lab shu televizorning oldida mikrofonni tutib, yo gazet jurnallariga yozib, yoki bo'lmasa uchurda e'lon qilib, o'zining maydonini aniqlaydi. Prezidentga ma'ni qildi, men ma'ni qilaman deydi. Mayli tijorat bo'lsin. Hozirgi davrdagi uchur mushu, jidilmi mushu, urushmi mushu. Biz endi nima qilamiz? Bizning qiladiganimiz shu Xitoyga qanday qilganda ko'ziga mahvolab sanjilamiz. Qanday qilganda ay yulduzli ko'k bayrog'imizni butun dunyoga tunutamiz. Qanday qilganda biz o'sha Uyg'ur xalqimizni Xitoy tajovuzchilarining dushmanligini bildiramiz. Deganlik bilan biz hozir endi bir teshviqotchi bo'lib atilib qoldik. Aslida mening kesbim teshviqotchilikka tushmaydi, da'vatchilikka tushmaydi, leksiya so'zlashga tushadigan kesbim emas mening kesbim. Shundoq. Allah razı olsun. Men so'zni Sirojdan qarindishimizga berma, albatta bu yerda tashviqot sohasida yetishgan insonlar bor edi chet elda yoki shu xizmatni qilayotganlar bor. Ammo to'liq bo'lmaganlik uchun bizim maydonga tushib, bugun agar o'zimizni ozroq tushuntirishga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz din o'qigan bir shaxs bu televizorlarga chiqib riyosatchilik qiladigan bir ishimiz yo'q, ammo bizningki sahobalarimiz urush maydonida mujohid, oilada bir bozorda bir tijoratchi, bir hunavan kasbning qo'lida bir hunavan kasb, itizlikda dehqon, yo'lda bir musofir bo'ladigan bo'lganlik uchun albatta qo'limizdan kelgan imkoniyatni, xizmatni qilaylik deb bugun bu sohaga kirdik inshaalloh va xizmat qilyapmiz. Buning da albatta chet elda tashviqot sohasida yetishgan ya shunda o'qigan qarindoshlar buni qilsa albatta taxmo yoqut uzuk oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandek bo'ladi. Ammo bu avval necha 10 yildan yaqindaq bir yaxshi avval bo'lanmadi. Bo'lgan bo'lsa-mu aytdi nima bo'lib qoldi? Ya'ni passiv bir shaklda tashviqot bo'ldi. Biz buning xotim berish uchun bugun hamda voy bo'ldi jiqqilib etdinglar, kech qoldinglar, u bu desimi qilyapmiz bu xizmatni. Bugun mi kech qoldik? Chunki hammalarning xizmati va ishi va kuchi bor. Qarindoshlar. Bugungi programmamizda Baxtiyor Bo'ri efendim kech soat 4 bilan qo'pib bu programma qatnashdi Avstraliyadan kech soat 4 bilan qo'pdi. Ya'ni eng shirin tatliq uxlaydigan insonning qo'pisi kelmaydigan shu zamonda qo'pib Shikran oldiga kelib qatnashdi. Dunyoning har qaysi joylaridan kirayotganligimiz uchun davomliq ma vaqtida qilamiz deb bizning ko'rishmanlarimizga loyiq shaklda qilib olmasligimiz mumkin. Ammo Allohning rahmati bilan bu ne'mat bizning qo'limizda bo'lyotdi. Mustaqil bir shaklda hech qanday hukumatga, hech qanday bir nimaga ya'ni bir kuchga, bir tashkilotga yo'linib qolmagan asosda bu xizmatni qilishga tirishyapmiz. Bu xizmat qilayotganlarning birisi qarindishimiz Sirojdan Fatih. Vatan ichidami ham shu xizmatni qilgan, vatan sirtida ham shu xizmatni qilib keldi va qilyapti. Inshaalloh kelgusida yana nurg'un xizmatlarni birga qilish planimiz bor. Shunga so'zni Sirojdan bersam bir dardini to'ksa, vatan ichidan boshlasak bu tashviqot vatan ichida qandaq bir xizmatlarda bo'landi, ya'ni bu hamda tajriba xarakterida, ya'ni bu tajribalardan biroz so'zlab shundan boshlab bastayman. Marhamat qarindishim. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz qandosh qarindoshlarim. Hammanglarga salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhojiratga tashviqot sohasidagi ustozlarning oldida gapdonlik qilgan bo'lmay, chunki menmo o'zim kuchliq bir tushunchaga ega bir shaxs
Albatta dünya tarixida cümleden Uyg'ur tarixida inson tili bilan tasvirlashga ojizlik qiladigan, qalam bilan ifodalashga yozuvchilar qiynaladigan dahshatli zulmni dal Uyg'urlar o'z beshidan kechirayotgan bugungi kunda Uyg'urlar qanoatlik yordamga erisholmayotgan bugungi kunda Allohning izni bilan vixlab jirim holatiga kelgan Uyg'ur davosiga, vatan davosiga kuch qo'shish, qo'llash yuzasidan va Uyg'ur davosi yo'lida haq ajr qon terini singdirgan davo beshidagi siyosiy rahbarlarimizni qo'llash yuzasidan va ularga kuch berish yuzasidan ham vatan ichidagi zulmni butun dunyoga anlatish va bildirish uchun muhojiratga Uyg'ur jamiyatida bir turkum o't yurak faoliyatchilar, bilimli ziyolilar va aktiv tashviqotchilar barliqqa keldi. Navbatda muhojiratga peshqadam tajribali taratqulardan Erkin Osiyo radiosi, Istiqlol televiziyasi, Abdujalil Qarqash akimiz qurgan Sharqiy Turkiston informatsion markazi nomidagi Uyg'ur televiziyasi Uyg'ur tashviqot sohasida zo'r kuch chiqarayotgan bo'lsa-mu, yanada tashviqot sohasidagi bir cho'ng bo'shliq bizga o'z bishoratini berdi deb qarayman. Navbatda bu bo'shliqlar uchun tirishib harakat qilayotgan Gollandiyadagi qarindishim, og'inam, do'stim, hürmetlik Abdusalam Niyaz Uyg'ur boshchiligidagi Uyg'ur Nidos radiosi, ya'ni siz qurgan qarindosh studiyasi, Fidoyi Ahmadjon qarindishimiz qurgan Fidoyilar sadosi qatorliq yangi qurilgan taratqular o'z tashviqot kuchini ko'rsatib, muhojiratga Uyg'urlarimizga uyg'onishiga, canan uyqudan bosh ko'tarishiga, zo'r ko'lamli namoyishlarga safarbarlik qilinishiga sababchi bo'ldi deb qarayman. Hamda bu taratqular tez qurilib, tez o'z ta'sirini ko'rsatdi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Rahmet. Bugün biz biraz canlıq bir münazir şekilde söhbət edib basaq deymi? Buğra oğlu qırındışımız mı çarçıdı? Sırajdan qırındışımız mı akşamda biraz çarçıdıq. Şuna bolsun mu? Bu söhbətke qatnaşqan qırındaşlar bilen bille münazir qılışsaq, bu teşviqatını qandaq elib barımız, nemi deyimiz, nemiş qılımız, bu teşviqatçılarını qandaq qollayımız. Muşundaq ağzımızda vay qollayma deb qo'yibla yüremdik yoki bir plan proje ko'rsatsak buningki keyniga o'tadigan qarindoshlarimiz bo'lamdi. Bu to'g'risida ko'rurman qarindoshlarimiz albatta biroz uyqunglarni ichib bizga o'xshash inkaslaringlarni yezib, telefonlarni qo'lingizga ilib, ekranimizda WhatsApp nomeri bor. Shuning qandaq bir shaklda telefon qilsanglar biz albatta sizlar bilan birlikda bugün bu sohbetni ilib boramiz aziz do'stlarim. Shuning uchun jonliq, jasoratli bo'linglar, telefon qilishdan qo'rqmanglar, inkas yozishdan qo'rqmanglar. Albatta bu yurak qo'lninki, bu beshmadiqninki suratini berishdan qo'rqmanglar. Hech nima bo'lmaysizlar. Bir tal ko'nibkin besib qo'ysanglar hech nima bo'lmaysizlar. Bu qarindoshlarimiz o'sib ketami, bular qo'shib ketami, yo bular taraqqiy qilib ketib pek so'zlab ketami? Debmi ketmanglar, inshaalloh so'zlasak sizlar uchun so'zlaymiz, xizmat qilsak sizlar uchun xizmat qilamiz. Hech nimadan qo'rqmanglarki, insonlarni desteklashni, insonlarni qo'llashni o'rganinglar aziz qarindoshlar. Men ma turkchida jalla yayın naq maydon so'hbat qilib boqqan turkchida. Mushu 30-40 odam yig'ilgan so'rinda mushu ekranni to'shqizib o'tdi. Xat bilan to'shqizib o'tdi, yurak bilan to'shqizib o'tdi, qo'lning surti bilan to'shqizib o'tdi. Ama ben bu Uyghur xalqi bilan naq maydon so'hbati qilsam, hammaylar jimjit uxlaydi. Albatta bu bizning so'hbatimizga ta'sir ko'rsatmaydi, ammo biz qanday millatmiz? Biz qanday millatmiz? Biz bir odam gap qilayotsa, uningga bir ya qo'shiq salommasak, ya billa ham so'hbat bo'lanmasak, ya bir salomni qilanmasak ekranda, yoki bir yurakni vatib
kılamızak, nime için bu kadar suskun, bu kadar yavaş, bu kadar şundak biz Qashqar tili bo'yicha bo'ng deymiz. Shu nimani zihni sanjib to'simi jim o'tirib oladigan. Biz unda bo'lmayli millat. Qarindoshlarim, unda bo'lmayli. Biroz jonliq bo'layli. Men başta Türk televiziyasida, ya'ni Türk Facebook naq maydon kanalida so'zlamasam bo'ptikan. Shu vaqtda so'zlab qopdimi? 30-40 odam naq maydondan izlaydi. Ammo gap so'z shunda jonliq, savol so'rayotgan, yürek üvetiyotgan, qilmagan ish qilmaydi. Shunda jonliq o'tirdiqda men buni ko'rib qopdim. Ammo qachonki bu Uyg'urcha bu tashviqotni boshlagan kundan tortib hammaylar jimjit shu boshni ichiga tiqib oladi. İnkos yozdiganlimi yo'q, telefon qildiganlimi yo'q. Bug'roqli qarindishimizga telefon qiladi ba'zi suhbatda. Ya bunday qilmaylik qarindoshlar. Biroz jonliq bo'laylik ya. Ya biz nim bo'ldik biz? Biz 1 milyard 700 milyon Xitoy qarshi chiqib Allahu Ekber degan bu shiorni to'lab, agar xohlasang sen bilan qurolliq hisoblashima, xohlasang tashviqot hisoblashima, xohlasang har qanday so'rinda hisoblasha olayman deb chiqayotgan mushu jangovar qarindoshlaringlarga bir qo'llash konukisini basanmasanglar, bir hambarlash konukisini basanmay, shu butxonning jingmomisdek o'ltirsak yoki qiqib qo'ygan qo'ziqdeklar tursaq, bu bizga yarashadigan bir ish emas qarindoshlar. Men qarindoshlar, men oxirgi kunlarda o'tganda bir hafta dam oldim. Nima dam oldim? Biz bu programmaga bir qancha qarindishimizni taklif qilish uchun 1 oy uğraşdik, 1 oy. 1 oygacha mana dedik, ayni dedik, programmaga akilish uchun tirishdik. Ya'ni nurg'un vaqt sarf bo'ldi. Ammo programmamizni ham bahlaydigan odamdan 50 ga chiqmadi shu vaqtda. Men hayron qoldim. Ya bir tal konupkani bassanglar, sizlarning Facebook saytidagi hammalarga bizning ma videolarimiz ketadi. Basmasanglar hech kimga ketmaydi. Biz bu yerda kechini kunduzga, kunduzni kechiga olib, sizlardan bir tal konupka besib qo'yishinglarni umid qilyapmiz qarindoshlar. Sizlardan bir koy pul talab qilib boqmadik. Uyg'ur qarindoshlik studiyasi bir koy pul talab qilib boqmadi bugungacha hech qanday bir yer shaharning hech qanday bir yerdan. Nida radios talab qilib boqmadi. Yoki bug'ra o'g'li WhatsApp so'zlaganlik uchun talab qilib boqmadi. Ammo o'ylanglarki, Xitoyning oldida Xitoyga eng ig'ir zarbini berayotgan kuch mana biz. Tashviqot jihodi, tashviqot urushi. Dunyoda eng chong urushdan 3 tane urush bo'ladi. Birisi media urushi. CNN, BBC, Al Jazeera, Al Arabiya. Al Uyg'uriyya. Yani bu medya urushi. Medya insanlarni yönetadigan, insanlarni boshqaradigan eng chong kuch. Bu kuchni Allah subhanahu va taolo birinchi bo'lib o'tirib qo'ygan. Allah dunyoni yaratib bo'lgandan keyin, inson yaratgandan keyin medyani yo'l qo'ygan, ya'ni tashviq vahiyni. Allah birinchi bo'lib insonga vahiy so'z qilgan. İnsonni boshqarish usuli so'z. Sözü bo'lmagan millat qutulanmaydi. Sözü bo'lmagan millatning quroli bo'lmagan bo'ladi. Tashviqoti, medyasi bo'lmagan millat dunyoda hukm surolmaydi. Bugun dunyoga hukmron bo'lamiz deyotgan Amerika, Angliya, Xitoy, Rossiya u bu deganlik qarab beqinglar. Medyasi bilan kuchliq. CNN, BBC hammasi qaranglar, shularning qo'lida. Xitoy bugun 60 o'lkada CNTT degan bir televizion ochmoqchi bo'ladi. 60 o'lkani bulg'amoqchi bo'ladi. 1 milyard 500 milyon Xitoyni kommunist, zolim, terrorist hakimiyatni demaymiz aslında. Bu terroristlar bir narsa bilan boshqaryapti aziz qarindoshlar. Bir narsa. U nima? Yolg'onchilik bilan qilayotgan media bilan boshqaryapti. Xitoyda milyon pul mediaga ketadi, tashviqotga ketadi. Televizorni olsak Xitoy Kommunist partiyasining tashviqoti. Daftarni olsak Xitoy Kommunist partiyasining tashviqoti. Kitobni olsak Xitoy Kommunist partiyasining tashviqoti. Qayerga qarasak Xitoy Kommunistning tashviqoti hamma yerga yelib ketgan. Chunki Xitoy aqlliqkan bu tarafda tashviqot bilan 1 milyard 500 milyon insonni boshqara oladiganligiga ishongan ekan Xitoy. Ammo siz nima ishonmaysiz, men nima ishonmayman. Bugungacha biz tashviqot qilyapmiz. Bugungacha Alloh ustimda ko'rib turdi. Bir shaxs
Sen ma teşviqatni qilib o'tibsa, bu teşviqatni buningdan keyin qanday qilamiz? Buni qanday taraqqiy qildiramiz? Buning texnikasini qanday taraqqiy qildiramiz deb bir odam Uyg'ur qarindoshlik studiyasiga telefon qilib boqmadi. Ma'lum tashkilotlar men bilan paranglashdi. Bular o'zining tashkilotining tashviqotini qilib berishni o'tindi, ammo men rad qildim. Biz Xitoy qarshi qurilgan bir tashkilot va bir studiya, ya'ni Uyg'ur qarindoshlik jamiyati Gollandiyada qonunliq angelingan bir jamiyat. Bu jamiyatning ostida Uyg'ur qarindoshlik studiyasi. Ammo bugungacha nima uchun Uyg'ur xalqining ichidan bir shaxs chiqib bu tashviqot xizmatini, bu tashviqot ishlatayotgan kompyuterni, bu texnikani qanday taraqqiy qildiramiz, nima ish qilamiz, nima qilamiz demaydi qarindoshlar? Chunki bu tashviqotimizga bo'lgan tushunchamizning intayin tuvanligi. Tashviqotninki Alloh boshlab bergan sunnat ekanligini bilmasligimiz. Tashviqotninki Odam alayhisolatu vassalamdan Nuh alayhisalomgacha, Idris Shish alayhisalomgacha, Musa, Yaqub, Ibrohim, Aysa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha asosli xizmat ekanligini bilmaganligimiz tufaylidan biz buningga dasmiy salommatimiz, biz buningga bir ko'nikini ortiq basammatimiz, biz buningga telefon qilib qarindishimiz bu tashviqot xizmatini qanday taraqqiy qildiramiz deyammatimiz. Bizningki dinimizdagi eng cho'ng buyurilgan amallarning birisi va ma alayka illal balagh oyatining ma'nosini biz bilmaymiz. Ya Muhammad, sening qildigan ishing tashviq qilish dedi Alloh subhanahu va taolo. Yetkizish dedi. Yetkizish. Allah bayon qildi kitobda. Allah tashviq qildi kitobda. Allah vahiy qildi, Allah so'zladi. So'z dunyoni boshqarishning birdan-bir yadroliq kuchi edi. Ammo bu so'zni qilayotgan media, Facebook, WhatsApp, YouTube'lar bugun xalqning qo'liga tushib ketdi. Biz bugun bu xalqning qo'lidagi imkoniyatdan foydalanib, yo'ch qechib, bir tush kechib, bu yerda biz bu xizmatni qilamiz da'vatimiz, ammo qarindoshlarning haqiqatan qo'llashiga erishamayapmiz aziz qarindoshlar. Bir hafta nima uchun dam oldik? Bizning chiqargan suhbatimiz, videolarimiz chet elda 50 ming, 100 ming odam bor, chet elda 5 ming, 10 ming odam bilan cheklanib qoldi aziz qarindoshlar. Bunda qilmayli. Bunda qilmayli. Biz buni qilgankanmiz, biroz bizda bir desteklab bu bir qo'llash nimasi bo'lsin bizda. Iqtisodning gibini qilish mumkin emas. Bu tashviqot sohasiga bir mo'cham pul bering deyishimiz mumkin emas. Demidik. Va bir odam bir mo'cha yordam qilaymi deb baqmadi. Qarindoshlarim, umuman dunyoning hech qanday bir yerdan biz bu sohada hozirgacha biz bu destekni olmadik. Biz bu yordamni olmadik. Ammo bugun Husayn Tajalli nimdeb bundaq yuqori ovozda so'zlaydiganda deb qolmanglar. Bugun 4 nafar tashviqotchi bu yerda naq maydonda sizlar bilan tashviqot sohasida sizlar bilan o'rtaq shaklda paranglashmoqchi edik. Ammo o'ylab qoldikki, bu xizmat xalq bilan bo'ladigan xizmat. Shung biroz dardimizni bu to'kib olayli. Sabr qildik qarindoshlar. Men bu xizmatni boshlagan 6 oy bo'ldi. 6 oygacha tunji qitim mas'ulini da'vatim. Men hozirgacha boshqa yordam talab qilmadim, faqat qarindoshlardan dedimki, biz bir suhbatni qilgandan keyin taqtib qo'yinglar dedik. Ham bahlab qo'yinglar dedik. Har bir programmada. Men O'rta Osiyoda bir professor bilan suhbat olib bordim. Turkiya İzmirda yana bir professor bilan suhbat olib bordim. Bir qancha professorlar bilan suhbat olib bordik. Ko'rilish qitim soni 5000 dan oshmadi. Bu biz uchun bir mag'lubiyat, bu biz uchun bir destek emas, bu biz uchun bir qo'llash emas, aziz qarindoshlar. Buning uchun biroz ko'zimizni ochaylik. Unda quruq og'zimizni qo'llayma, qilimiz etimiz bilan bu ish hal bo'lmaydi. Bugun bizningki suhbatimizningki temisi tashviqot xizmatida qanchalik bardoshlik bera olamiz, ya'ni Xitoyga qarshi tashviqot xizmatida qanchalik bardoshlik bera olamiz dedik. O'tgan yakshanba kuni mening kompyuterim Xitoy tajovuzchilarining virusli chiqib chiqdi. Men Amerikadagi 2 yosh qarindishimiz bilan suhbat elib berayotgan vaqtimda kompyuterimga bir virus keldi va Facebookni avtomatik kilitlanib taqilib ketdi.
ciddi Facebook bilan ichishib, uni ichib olgan bo'ldik, ammo kompyuterni bir qancha kungacha o'ngshayolmay qoldik. Ya'ni Xitoydan iborat bu zolim kuch bizni yo'q qilib o'tishi mumkin. Bizga hujum qilishi mumkin. Biz demayotgan nurg'un sirlar bor, atogin buni oshkorlaymiz aziz qarindoshlar. Biz qanchalik hujum kuchqatimiz Xitoy tarafidan. Oilamiz qanchalik hujum kuchqatdi? Kompyuterimiz qanchalik hujum kuchqatdi? Qanchamiz qancha yerda hujum kuchqatimiz, biz buni keyingi kunlarda deymiz, hozir desak bo'lmaydi buni. Kishilarga xato tushuncha paydo qilib qo'ymasligimiz uchun. Men biroz so'zni uzun qildim, chunki e'lonning ostiga, videolarning ostiga yozdim. Hambarlash bilan haqqingizni ado qiling dedik. Sizda bizning haqqimiz bor. Biz ikkirangi chiqyapmiz. Qo'ltiqimizga qisib qo'yib, beshimizni Xitoy qarshi so'zlayapmiz. Men Xitoy qarshi so'zlamak uncha oson ish emas. U bulon puchqaqildi Qur'on ko'targanga o'xshamaydi bu. Yuzimizni etib olib. Bu Xitoy bizning bu so'zimizdan atomdan qo'rqqandek qo'rqaydi. Aziz qarindoshlar. Xitoy so'zdan qo'rqaydi. Uning uchun qisqasi so'zning qisqasi aziz qarindoshlar, haqqimizni beringlar. Biz programma qilayotganda ham bahrilanglar. Biz programmamizni bitirib bo'lgandan keyin dunyodagi boshqa qarindoshlarga o'rgatishga tirishinglar. Anglasin, ko'rsin, bilsin. Biz buningdan qo'shilamiz, buningdan natija olamiz. Herkes sizdan bijmocham pul chiqaring demaymiz. Aziz do'stlarim. Boshqa millat bunda timtas o'ltirmaydi ekan. Men hozir darhol xotni yo'tkab, Turk Facebook naq maydon kanalida Turkcha programma qildigan bo'lsam, bu ikkiran har xil shu salom bilan, gap so'z bilan, duo bilan, yurak bilan, qo'v bilan, pov bilan to'shab ketdi ekan qarindoshlar. Biz sizdan cho'ng narsa talab qilmayapmiz. Balkim deyishinglar mumkin Alloh rizosi uchun qiling. Shu Alloh rizosi uchun qilyapmiz. Xotirjam bo'ling. Biz Alloh rizosi uchun qilyapmiz bu ishni. Ammo natija sizlar bilan birlikda olamiz buni. İnşallah. İnşallah. Bo'g'ra o'g'il qarindishim bu so'zni beraman. Bu ishni buningdan keyin qanday qilamiz, qanday qilyapmiz bu to'g'risida tashkilotlarning roli qanday bo'ladi, shaxslarning roli qanday bo'ladi bu to'g'risida so'zni anglab boqaylik. Xo'sh, Alloh razı olsun. Qarachim gapingizni angladim. Yuqorida endi men ikki narsaga tushuncha berib qo'yay. Men charchamadim, qarachim. Charchitib qo'ymaylik dedimiz. Charchamayman. Kalladan ketmasam, ovozlar bo'sh chiqyapti-da, shuni qarab uyqusi keldim dedim. Buga uxlaydigan kun emas. Ya men bu Yevropa uxlagani kelmadim. Xitoy tajovuzchilarining ko'ziga vatanning ishini sanjaldim. O'sha Yevropada bo'lsinmi? Teşviqatçı bo'lmasam mı ko'ziga maqullar sanjalaman deb teşviqatçı ataldim. Xo'sh. Endi masalaga kelsak, sizning yuqorida degan gaplaringiz xalqimiz Xitoy tajovuzchilarining zulmidan vatanning ishida bu amal yo'q dedi. Yuqorida degan gaplaringizning hammasi urunliq. Vatanning sirtida yashayotgan ko'p sondikini demasakmi, oz sondikilar Xitoydan umid kutib qolgan yeri bor. Xo'sh. Qanday umid kutib qolgan desangiz, endi vatanning sirtiga chiqqan ko'pincha qarindoshlarimiz shu vatanning sirtiga hijrat qilib chiqdi. Yevropada siyosiy panohlik qildik. Turkiyada tijorat va o'qish bilan turib qoldik. Bularning hammasimizda bir loyiha kallada bir xiyol bo'lib qoldi-ku. Vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgan kim o? Xitoy tajovuzchilari. Buni to'liq tunildirib bermagan, meyli teşviqatda bo'lsin, meyli da'vatda bo'lsin, meyli tabliğda bo'lsin, meyli qaysi shaklda bo'lsin, Xitoy tajovuzchilarini vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonni qanday ishg'ol qilganligi. Menma Yevropadagidek bir davlatga kelib, nima deb siyosiy panohlik tiladim.
Ailesi Xitaydan zulüm kelmegen. Hiç qandaq bir siyasi cinayetçi bolmaganlar. Turmada yetevatkan. Şu taliplerimizden, şu mücahitlerimizden, şu hemşirelerimizden kan bedeligi biz Avrupa siyasi panahlıq qıldık. Endi bu bizning teşviqatni qo'llamayotgan, teşviqatga destek bermayotgan, ya iqtisodiy jihatda ya moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlab bermayotganlik xatolik nima o? U xatolikning o'zi bizning shu xalqimiz Xitoyda umid kutib qolgan xatolik. Yevropa siyosiy panohlik qiladi. Vatanni bu yil mustaqil bo'lamiki, kelar yil mustaqil bo'lamiki, vatanni mustaqil qilaman. Ma Xitoy menga zulm qilyapti, ma zulmni anglataman deydigan har bir Uyg'urda bu iddia, bu g'oya bo'lish kerakdi. Enimdan keyin bizning Uyg'urlarning ichidagi teşviqatçılar, yazgıcılar, bayanatçılar, televizyon kanallarda işleyotganlar runak tapaladı. Çünkü teşviqat şu xalqning derdini anlatırgan narsa bu. Men muxbirda mikrofonni elibla siz xalqning oldiga olib borsangiz, xalq derdini anlatib bermasa, xalq beshiga kelganda so'zlab bermasa, sizning muxbirligingiz nol degan gap. Bunun en mühimi xalqimiz düşmanda to'liq tunish. Xalqimiz düşmandan qo'rqmaslik. Xalqimizning umid kutganining birisi vatanning mustaqil bo'lganligiga ko'zi yetmaganligi. Enimdan keyin Gomindan degan tajovuzchi ketgan, Gumsendan kelgan. Gomindanning zamonida Umuchu, Zo'magar, Aqchko'kchi deb so'qti qilib xalqimizni ezdi. Gumsendan aq ulab keldi. Biz sizlarga yordam qilamiz, vatanni birlendiramiz, ittifoq inoq bo'lamiz. Xalqimiz bunga aldandi. Buningdan umid kutdi. Gomindandan qutulsa, Gumsendan keldi, bizga yaxshiroq keladi deydiganlik bilan. Menimdeki nim bo'ldi? Hozir demokratlardan umid kutadi. Meyli bizning siyosiylarimiz, meyli teşkilat başlarımız, meyli mücahitlerimiz, meyli fidaillerimiz. Xitoy tajovuzchilarini vatanim bo'lgan Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqarib, men mustaqil bir bayrog'imni tiklayman deydigan iddia bo'lish kerak. G'oya nishon bo'lish kerak. Endi lekin teşviqat ro'naq topadi, xalq uyg'onadi. Biz bu yerga kelganda xalqimizni tarbiyalayapmidik. Meyli olimlarimiz, meyli siyosiylarimiz, meyli teşviqatchilarimiz Xitoydan qo'rqaydigan kalladagi virusni chiqarib yutammidik. Biz undidarni nim dedi, Xitoyning yasagan nimasi ekan? Buni qilsangiz ziyon bo'ladi. Buni qilsangiz aq bo'ladi. Shu Xitoyning o'zining yasag'ında o'ziga zarba bera olsa bo'ladi. Vaqt teşviqatchi bo'lamiz biz. Men shu vaqtning undidarda gap qilsam, qarindoshlarimiz Yevropada yashab turib dedi. Sen qo'y, meni to'xtatamidi buningda? Nimishqa? Men uningda gap qilsam, ziyon bo'lsa, mana ular uningga bo'lmaydi. Oilamga bo'lsa, mening bo'ladi. Uningga bo'lmaydi. Oxirida nim dedi, buni gap qilsanglar, dadangni so'lib oldi, bizni qoldirib so'lib oldi deb, bu shunda to'sdi. Agar bizni shu vaqt to'smay, tilla bizni tinglashib birni degan bo'lsa, nima degan menga jasorat ulabdi. Shu vaqt nurg'unlagan xalqimizda qo'rqmaydigan bir iddia g'oya hosil bo'ladi. Xitoyning gap qilma, oningga virus kiryapti. Namoyishga chiqsang Xitoy oilangni sulaydi. Telefonda gap qilsang oilangni sulaydi, ziyonkashlik uchraysan. Bunda desa bizning bu Uyg'ur mediasi ro'naq topamdi yoki mag'lub bo'lamdi. Yoki ustinga irg'ilamdi, pastga cho'kib ketamdi. Buni o'ylab yetishimiz kerak boshda biz. Biz xalqimizni haqiqiy tarbiyalayapmiz vatanning sirtidagi. U qadar fidoilarimizni, mujohidlarimizni, Xitoy tajovuzchilarini 35 million xalqning dushmani deb ko'rsatib beramiz. Yevropadagilimi bugungi kunda vatandagi shu bizdan turmada yetayotgan
Şu ağaç sınırlarımızın, inillerimizin kan bedeli siyasi panalık buldu. Müsaade siyasi panalık tilep bir kıtım namaşık çıkmakalını bilemem ben. Bu kanda siyasi panalık oldu bu. Bu kanda Xitay tecavüzçülere karşı hareket oldu bu. Ulanı oylap yitip atamdık biz başta. Biz birinci olap meyli teşvikatçılarımız olsun, meyli siyasiyonlarımız olsun, meyli dini alimlerimiz olsun. Birinci olap tunutulduğumuz halkımızga düşmanı tunutuş. Xitay tecavüzçülerinin Uygur halkının vatanını besevağın tecavüzçülükünü anlatış. Yukarıda siz dediniz, Qaracım, ben Türkçe'de teşvikat ilip bağım bolsam puşak gittirdi. Doğru. Ama şu Türkçe'de siz kıygan ne? Uygurca kıygan bolsa, Uygurca şunda halkımızı anlatkan bolsa, acayip yaxşı olattı. Bunun da hatalık hazır bizde oladığını için, halkımızın kallası biz başka milletke anlatsak, biz başka milletke anlatmayı turup Xitay'ını, tecavüzçülükünü yüzümüz tunup yetişimiz gerek. Başta yüzümüzü anlatışımız gerek. Yüzümüz onundan kançılık ziyan tatvatkanlığımız, kançılık karşı nefretimizni bildireleydiganlığımızı yüzümüz tunup yetişimiz gerek. Biz bunu kınmay turup, bugün ne varımız? Parlamentga varımız. Eğer ne varımız? Birleşken Devletler'e. Ögünlük ne varımız? Amerika'da. Amerika'nın muhbirden biz mikrobunu ekidip, bizge şunda tanlap, vatanın olgan Şarkı Türkistan'da ya masalan yoki Uyg'urlarga qanday ziyankeşlik qilyapti desa, men vatanga bormidim, men ko'rmadim, bilmayman. Desa, onang bilan dadang bilan ko'rishyaptamsan desa, o'tgan hafta ko'rishyapti ekanman, mayapti telefon uzilib ketibdi desa, mikrofonni gap qilib qolsak, televizorga chiqib deb qolsak, Xitoy meni so'laydi, oilamga ziyankeşlik qiladi, tijoratimni to'xtatadi deb mushundaq tuyg'uda, mushundaq g'oyada biz qandaq ro'noq topa olamiz, qandaq ilgari basa olamiz. Shunday. Bularning hammasini biz boshqa millatga anglitishdan burun o'zimiz tunib yetishimiz kerak. Enandekin o'zimiz tunib yetalaganda Xitoy tajovuzchilariga zarbini bera olamiz, boshqa millatmi bizga qiziqadi. Boshqa millatmi bizni Makka sen sana manchilik desmay salsam, manchilik foydali ekanman deydi. Bugun kunlik o'tir sharaqqa qarab boqaylik. Bundan 30 yil burun Afg'oniston qarab boqaylik. Mablag'ni aşağı saldi. Bütün cho'ng davlatlar shaxmat taxtasini aşağı qurib, aşağıda shaxmat o'ynadi. Biz Uyg'urlarni shu shaxmat taxtasining ichiga kiralatdi. O'zimiz shu shaxmat taxtasidan oqqachdik. Bugun kunlik o'tir Osiyada bo'layotgan o'tir sharaqda bo'layotgan urush biz Xitoyga bishpay o'q atalagan bo'lsa, buningda 30 yil burun vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining ishimiz qilmaydi. Biz uni qilmadik, teşviqatda ojizlik qildik. Allah razı olsun qarindishim. Yani sözünü sizlarga berma, mana naq maydonga qarindishimiz telefon qilibdi. Telefon qilgan qarindoshlarning bir so'zini anglab olsak, undan keyin so'zni qaytarib beraman. So'zlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Nuriyadan Zumrat Tursun. Va alaykum assalom. Hozir shu qarindoshlarimizga rahmat. Bak yaxshi bir munozaralar bo'lyapti. Menimcha men Tunisman, Islam tuniyman. Teşviqat yaxshi bo'lmayapti degan narsaga men bir o'zimning bir shaxsiy fikrimni o'tirib qo'ymoqchi. Eng muhimi biz men Xitoyga qarshi qildim 40 yoshgacha. O vaqtda bizga bo'lgan Uyg'urga bo'lgan tushunchamiz Xitoy orqali bo'lgan, Xitoyning bizga yetmagan narsalar bo'yicha, yolg'on to'qigan narsalar bo'yicha. Chetlarga chiqdim ba'zan ahamiyatli bir yo'llar qilib Tor, Wikipedia orqali The Bluetooth device is ready to pair. tushunchalarimiz bo'ldi. Lekin bizda eng kamchil narsa millatimizni tonimaydi ekanmiz. Tariximizni bilmaydi ekanmiz, xohlamaydi ekanmiz izlanishga. Hozir to'g'ri masalan siz chiqargan narsani albahtlaydiganlar bor, qilmaydiganlar bor. Chekib qo'yishdan nima o'qidim?
eski miyalarda herkes gapirmaydi. Bizning bayrak ko'taradigan yuragimiz yo'q. Qo'rqimiz deydi. Mening opam kirkatdi. Ben tünögün e'lon chiqarib qo'ydim, mushtaq bo'ldi deb. Ayrim yerlarga gapirdi, lekin uch qashqar gapirishni xohlamaydi. Buningga millatga bo'lgan sevgi, millatga bo'lgan nima deymiz? Tushunch kamchilikka, vatanga bo'lgan tushunch kamchilikka. U vatan Xitoy ishg'ol qilgan demaydiganmiz, jahlarimiz. Yana shu Xitoyni o'zining vatani deb tushundik. O Şarkı Türkistan'da Xitoyninki ayrılmaz bir kısmı deb tushunadi ekan, jiq qarindoshlarimiz. Shu sababdan mushtaq shuvatıdı. Yanına qo'rqmayman deb o'ylayman men. Sizlarni qo'rqmaysizlar, men sizlardan bir sabda. O'zimning millatga bo'lgan tushunchamni, o'qimaganni izlanib bo'lsin javob qaytarishimiz kerak. Tinmay tashviq qilishimiz kerak. Tashviqotda muhim o'rinda turdi ekan. Hüseyin efendim sizga shunchalik kuchayyapsiz. Biladiganlar bilimiz. Biladiganlar yanada biladi. Bilmay qolmaydi. Lekin biz qo'rqmaymiz, Xitoydan qo'rqmaymiz. Allah razı olsun. Özümüzün tuqqanlarını deb vatandagi bütün qarindoshlarimizni vayron qilmasligimiz kerak-da. Allah razı olsun. Rahmet. Rahmat sizlarga. Allah sizden razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Sizga ham shu. Rahmet qarindishimizdan, hemşehrimizden yani yüreklik şekilde o'zining fikrini o'tirib qo'yib bizga telefon qilibdi. Yani Muşuningdanmi xo'sh bo'lamiz, xalqimizningki bir gaplarni, bir fikrlarni aniq o'tirib qo'ya oladigan bo'lishi nihoyat cho'ng bir masala. Hozirgacha shu fikrimizni aniq o'tirib qo'yishdan yomon qiynalib ya'ni bu zanjirdan qutulolmay. Balkim Xitoyningki ishg'oliyat ostida cho'ng bo'lganligimiz uchun shunday bo'lishi mumkin bu ishlar. Birazdan oldidagi so'zlarimga ba'zan qarindoshlar imkonsiz yozibdi. Albatta bugun qarindoshlar bilan o'rtaq shaklda bir suhbat olib berayotganligimiz uchun imkonsizlarni bizni ilgilendirib, yani onun bilan munosabati bor bizning so'zlarimizniki. Aziz qarindoshlar, biz bu yerda mujohidlarni so'kadigan, mujohidlar qarshi hech qanday bir gap qilmayotimiz. Faqatla biz Xitoyga qarshi jang qilgan, Xitoyga qarshi o'zining mujodilasini ilib borgan har qanday shaxs, har qanday guruh, har qanday tashkilot bo'lib qolib qolsa, biz uni söküdigan, tillaydigan ishlar qilmaymiz. Chunki bizning dushmanimiz Xitoy. Uning uchun ba'zan so'zlarda to'g'ri tushunsanlar bo'ladi. Uningdan boshqa qarindoshlarimiz debdi, bugun nim bo'ldi, qabulab qapsizmi deydi. Albatta bugun 4 aylantiq qarindoshlar, 4 kishini chiqarib, 4 aylanning ovozini sizlarga anglitishni bek umid qilgan edim, ammo buningda maqsadga yetilmaganligim uchun o'zim biroz charchadim 2 soatdan beri. Biri texnikimizdan chatoq chiqdi. Texnikimizdan chatoq chiqdi. İkincisi şu qarindoshlarimiz albatta bir maoshi nimasi maoshliq bo'lgan bo'lsa, ishda ishlamagan bo'lsa, bu yakilmush qarindoshlar bilan kurashgan bo'lsa deb mundaq o'ylab baqdim. Ya'ni qachongacha biz maoshliq bir nim qilmaymiz? İşlerimiz bir yürüşüp ketmeydi o dep mening kallamga kecha kunduz bu tashviqot xizmati kirib oldi. Shuning uchun ba'zida chechilib qilishimizmi bu tabiiy avval. Buğravog'li qarindishimizni ekrandan yuturib qo'ydik. Mushu mana bizningki texnikalarimizningki to'van holatga deyotganliginingki bir isboti hozirning o'zida yo'qolib ketdi. Men ayrim aloqa qiluvchilikda so'zni men Sirojdan qarindishimizga bersam, qarindishimizning qo'lida bir narsa o'xshaydi. Şunu bizga o'qib bermoqchi balkim yoki o'zining qalb. O'zi yuragingizdagi bir so'zingizni anglasak qarindishimiz. Albatta, biroz materialga nim qilib qaraymiz. Gar qatimliq suhbatimizga yaxshi materiallarni tayyorlab kelib Allah razı olsun sizdan. Tamam. Rahmat. Bugun asli biz shu qarindoshlarning yurkidik so'zni bir anglayli deb men biroz yurkimdik so'zlarni qilib oldim Allohning rahmati bilan. Bu bir yaxshi avval. Bo'ladi, sizga men so'zni berdim. Siz bu to'g'risida o'zingizning fikrlarini o'tirib qo'yib bering. Endi tashviqot xizmati bu da'voda nihoyatda muhim o'rinda turdi-da. Xo'sh. Buni hammamiz bilamiz. Ham shuning bilan birga nihoyatda jafoliq va
nurg'un sohaga tutishadigan va izchillikni talab qiladigan bir xizmat. Bizning da'vo sifatimizda tashviqot xizmati o'z kuchini ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, yanada ojiz nuqtalari nihoyatda ko'p. Buning sababi bizning vatansizligimiz tufayli ham iqtisodsizligimiz tufaylidan deb qarayman. Asli tashviqot xizmati davlat tarafidan yoki cho'ng kapitalistlar tarafidan, boylar tarafidan ko'p mablag' bilan sistemalik elib beriladigan bir xizmat bo'lganligi uchun bizning davlatimiz qo'limizda bo'lmaganligi uchun yoki iqtisodda kuchlik yordamchimiz bo'lmaganligi uchun yoki bizning tashviqot xizmatlarimizga mablag' sohibidak kapitalistlarimiz bo'lmaganligi uchun biz o'z kuchimizga tayinib chamimizning yetishicha bu sohada tirishib ketib boramiz. Dastlabda qarindishim Abdusalom efendi bu tashviqot xizmatining pek muhim xizmat ekanligini ko'zda tutib, oldingi yili Abdusalom Uyg'urning boshlamchilik qilishi va plan tuzishi bo'yicha qarindishimiz Nabijon A'lo qatorliq bir qancha aktiv qarindoshlar bilan maslahatlashib, Allohga tavakkul qilib, hech qanday iqtisodiy kuch bo'lmagan asosda o'z kuchimiz bilan Uyg'ur nidosi tor radiosini qurib chiqdik. Keyin Abdusalom Uyg'ur qarindishimiz Nabijon A'lo, men va ismi tilga ilinmagan bir qanchaligan qarindoshlarimiz bilan birga bu xizmatni davomlashtirdik. Odam kuchi va iqtisod ishlarida endi nima desak bular jafo tortdik. Haqiqatan jafo tortdik. Masalan, uskunlar, qimmat uskunlarni olmasak texi bo'lmagan yaxshi sifatli kompyuterlarni sizmi bilasiz, sizmi shu jafolarning ichida bor, mana uzun ko'ryapsiz. Ammo qilayotganimiz faqat millat uchun xayrli ish bo'lg'ashqa va ko'zlagan maqsadimiz faqat Allohning rizosi bo'lgani uchun Allohning yordami bilan bu kungacha, mana bugungacha harmay, charchimay xizmat qilib kelyapmiz. Uyg'ur nidosi taratqusi hozir rasmiy Gollandiya hukumati tarafidan e'tirof qilingan kasbiy axborot idorasi bo'ldi. Abdusalom Niyoz Uyg'ur boshchiligida biz hozir tor televiziyasi qurish, studiya qurish ishlari bilan biroz aldirash bo'lib qoldik. Shu sababdan ba'zi programmalarimiz vaqtincha to'xtab qoldi, ammo yaqinda anglitishlarimizni qayta asliga keltirish uchun tirishyapmiz. Televiziya kanalimiz va kelgusi planlarimiz haqida yaqinda Uyg'ur nidosi to'g'ri va o'ylam to'g'rida bu to'g'riliq tafsiliy tushunchami beramiz endi. Haqiqatan siz degandek bu sohada bu tashviqot sohasi haqiqatan zo'r ko'lamda iqtisod talab qiladi ekan. Haqiqatan zo'r ko'lam iqtisod talab qiladi ekan. Ammo bu iqtisod sizning va shu hozirgi yangi media qurayotgan qarindoshlarimizning qo'lida yo'q va sizning qo'lingizda yo'q va bizningki shu qo'limizda yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, lekin biz pok imonimiz bilan, vijdonimiz bilan endi vatanda azob chekayotgan hozir xalqimizning ahvoli butun muajirat barliq Uyg'urlarga ayon. Barliq Uyg'urlar ayon qanchalik darajada azob chekyapti. Hatto bugungi bir qarindishimiz inimizdan bir telefon keldi menga. Ko'nglimni aytayrim, aka dadimni anlig'in san so'zlab olay dedi. Nim bo'lding desam, bu shu men turayotgan davlatda bir inimiz degan menga bir yarim soatdek shig'zorchilik bilan telefon qilib ichimga patmadi. O'ylasam, nim bo'ldi desam, vatanda aksini endi yipiq tarbiyalash atalmish Xitoy kommunist, rezil Xitoy kommunist tajovuzchilarining yipiq tarbiyalash nomli shu turmisiga akiryapti, akir ketibdi. U bola shunda yavash endi bola ekan chiqandi. Hech qanday bir ishlar aralashmaydigan yavash, nayt sog'lom qomat bola ekan. Uni akir ketib
Bu yerda tamoq yegizib, shu suvni ko'proq ishkizib, ishmayman dishimi degan urib ishkizib, o'shaniki qaraydigan saqchilar, Xitoy kommunist rezil o'shaniki saqchilari, endi u baliq suvni ishkizib, tamoqni yegizib, u bir ne'g'i bag'izmaydi ekan. U bir ne'g'i bag'izmaydi. Bunday aytgancha joydan u bir ne'g'i deb qoldi, ekran oldida aytib buyurmanglar. Hojatga bag'izmaydi ekanda, hojatxonaga bag'izmay, ashta qiynaydi ekan. Chiroyining ishig'ini ko'rdi ekan, kuldi ekan. Shu kamerada ishxonada o'tirib ko'rdi ekan. Endi quloq taraf ishida, ko'zdir polti chiqdi, anda bo'ldi deb shu turmining ichida ashda azoblab, qiynab ashla qildi ekanda, buni ko'rib, endi buni anglab, bu bola qon akam shundoq buni qopdi deb yig'lab deb turibdi, uni depagini manga dedi. Endi xalqimiz bu holatda. Yani bir Facebook küçük bir 3-4 yaş bir balon çıkarıp da jutib ketib, Xitoyning qo'lidan mashinasining ichidan dori chiqishidan og'ziga dori solaman deb, ele kichik balığı og'zini ichib qiynab dori solaman deyotgan vaqtida uyqu do'rishganda endi ashta qilib avqatchilikka balon mashinani silib Xitoylar ishtirdan chiqqan shu ma'lum Xitoylar ayda qilib apmag'diki shu yerda qichib kelib atanısının küçük yüzünü itip, ilk 4 yaş bala Facebook'ta kögeldi vardı. Kan jıklak vardı. Yani bizde halimiz, yani 7 yaştan 70 yaşça Uygurumuzdaki suyumluk Uygurumuzdan 90%, 95% desek buludu. Aşırıvetkenlik olmaydı. Mahalette turvatıdı vatan içinde. Azap içinde, türmüde. Bu halette biz bir yerde vatan sırtıda erkin havada nefesini, süzük havanın nefesini, süzük suyunu içecek bu muhaciret hayatla. Erkin kanaklık, pervaz kılıp, rahat sürüp, bir yerde otarsak bizi sığmaydı. Bunun isavatı, mümkün isavatı ve bu dünyada ve kıyamette Allah alıdı bunu bizden. Allah Teala. Bu isavatla alıdı. Şunun için biz bu şu ziyalilerimiz bulayla çeteldik yer. Ama dava sıfırda öz gücünü gösteriyotgan, tirişçilik gösteriyotgan, yürekkenini serp kılıvatgan şu ziyalilerimizge, teşvikatçılarım Allah razı olsun. Allah milyon mertebe razı olsun şu kerindaşlarımızdan, ustazlardan, şu kerindaşlarımızdan. Ama yizişini bildiğin, sözleşini bildiğin, Nutuk sözleşini bildiğin. Sözü ötkü, aşında teşvikatçılarımız mı var? Aşında naip bilimlik ziyalilerimiz mi var? Ama ekranda çıkmavatıdı. Ekranda çıkmışsın, radyoda sözlep verdiğin mı? Onu mavatıdı. Ya ki bir sebep gösteriyordü. Ya ki bir amallarını kırıp çıkmazlıkta, yazmazlıkta tırışıvatıdı. Hey! Bazen kerindaşlarımız var, yazgıçılarımız var, ziyalilerimiz var. İsmini çıkarmayı başka isim kullanıp ütkür makallarını, güçlük sözlerini Uygurlarını uygutulduğun, halkımızı uygutulduğun, 7 yaş, 70 yaş geçirmiş halkını uygutulduğun, Uygur güçlük boğan eserlerini yazıvatıdı, ismini çıkarmayı. Allah razı olsun şu kerindaşlarımızdan, şu ustazlardan, Allah razı olsun şu ziyalilerimizden. Ama naip bilimi turup, sözlü mevatkallarına, biz hazır günümüzde, bizden hazır kanның içinde, biz hazır kanның içinde. İşte kendisi boğazımızga çık, kandı çılışıqlıq yetivatımız. Hatta bizge nefesindiğen fırsatı yok. Oyunundiğen fırsatı kalmadı. Muşinçilik alet yetti. Uygur, en ahirki tınıklarını ilvatıdı Uygur. En ahirki dakikalarını körvatıdı ma dünyada. Ama mahalette yani biz namayışlarla çıkmayız. Faaliyette katlaşmayız. Muşuda yitivasak bizimki nımımızda mesele var diyen. Nervimizde. Ya kandı mesele var diyen.
o kanını Uygur'un kini deb aytishga bo'lmaydi. Uygur'un da bo'lmaydi. Uygurlar nayt batur, mening millatim, mening suyimli Uygurlarim, Uygur xalqim, tarixdan tortib batur xalq. Batur xalq. Tarixdan tortib oldiga o'qiyani qanday olsa, qanday tekkizgan bo'lsa, oqiga burilib, oqigini shunday tekkizaydigan. Atning ustida jang qilib, atning ustida aram ilib, atning ustida usulliq ichib, qilichlarini o'ynatib, mushundaq baturlik bilan qamchisining ostiga o'zininki, qilichining ostiga o'zining itining tuyoqlarini xeli yegichi apagan bir millat biz. Ammo shu millatning avlodlari ajoyib batur avlodlari Xitoydan iborat. Xitoyning oti bovlarini Sadichi Sipilining u tarafiga o'zining otlarini tuyoqlardan o't chaqirtib, qilichlaridan o't chaqirtib, ko'zlaridan o't chaqirtib, keyniga qaramay olg'a ilgirlab turib, Sadichi Sipilini otini o'tib, dastlab o'tib, tuzlab turib, ashundaq bir jang qilgan bir millat, ashundaq suyimli yuraklardan, ko'zlaridan o't chiqadigan bir millatning avlodlari biz. Va muajirat yashayotgan Uygur qarindoshlarim, 7 yoshdan 70 yoshgacha qarindoshlarim, ey Uygur yoshlarim, sizlar shu millatning avlodlari. Ammo bugungi kun kelganda necha gram keldigan? Yoki 100-200-300 gram keldigan bayroqni ko'tarolmayapsizlar. Qilich emas. Bayroqni ko'tarolmayapsizlar, bayroqni. Biz o'zimizning yuragimizdan aynak qarab turib, chiroyimiz qarab turib o'zimizniki. Sen kim o? Tumurun eqiyotgan yundimi yo Uyg'urning qinimi? Deb o'zimizdan hisobot qilib, oqshomlar yotganda hozir nurg'un vijdonli o't yurak Uyg'urlarimiz yolg'on uxlayotib uyqu yo'q, men bilmayman. Mana shuning ichida birisi shu, sizmi shu? Uyqumi yo'q bizga, tinch xotirjamlikmi yo'q? Ma holatda yuraklarimiz qon, shirin, sardab qo'shib ketdi. Ma holatda ammo yana xotirjam uxlayotgan qarindoshlarimiz bor. Men ularni Uyg'ur deb aytolmayman. Qapqanmanlar, men aytolmayman. Ammo biz tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Bir qitim emas, bir tirishchanlik emas, hozir burunga qaraganda 100 hassa ortiq tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Biz mangan tug'an yerlerimizde avtobusda bo'lsin, manga xizmat o'rnimiz bo'lsin, yerli xalqqa ma bizning Uyg'urning dardini tunishtirishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Siyosiy faoliyatchilarimiz, aktiv faoliyatchilarimiz burunga qaraganda 100 hassa, ya'ni minish kerak. Bu yerga, bu yerda alvamiz, u yerga. Teşvikatımızda hazır, biz az mı? Kolumuzdaki teşvikat az. Yani diğerlik emez. Bizim ve 10'a yakın teşvikatımız vardı hazır. Bu adreste. Yani 7-8'i vardı teşvikat oldu. Biz hazır 100'lep teşvikat karab kulakı muhtaç. Üzümüzde filini üzümüzde anlatış emez. Vay yerlik xalqqa Amerikalıklar Amerika İngilizce, Avustralya İngiliz, Kanada, Avrupa, Germaniya Nemisçe, Şivitçe, Norveççe, Finlandça, Belgiyaça, Arapça olan bütün tillarda kanallara verişimiz gerek, sözleşişimiz gerek. Yani ut sirkot yerini anlatıp bir dal haber mında oldu ya Şarkı Türkistan'da diyen gap ne? Şu yerli kanallardan versek, bir şeyin ağırtıyı versek, mında aldık. Bizge iktisat emez. Kanaldan 30 sirkotluk, ya ki 1 minutluk, ya 40 sirkot vakit verenler bizim pul vermenler.
40 sekund, 30 sekund vaqt bera olamiz bizga qonunlardan desek berildi. Bir oyda 2 ketim bo'lsin mayli. Bir oyda 2 ketim bo'lsin mayli. Ammo shuni mirish kerak, mangsak desek hal bo'ladi. Mangmay xiyol qilib qahva ichib qo'yib o'tirib, buni qilsak bo'ldi-ku deblar. Xam xiyolni o'lgida qilib bilir. Plan deganni sallamda yo'q qilib bilir. Emniyetimizde bo'lmaydi. Emniyetimizni yig'ishimiz kerak. Xarajat ketadi buningga. Bu xarajat ne? Xalqim, aziz jon jigarlarim, muajiratga, yurak jigar qarindoshlarim, xalqimiz mahaliyatga, iqtisod, media texnik kuchlantiradigan bizda kuchli media bo'lishi kerak. Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lsa, mustaqilligimizni qo'lga olsak, muajiratdagi kuchli tashviqot qurolimiz bo'lgan taratquimizni, medialarimizni, televiziya, radio televiziyamizni yiltizdan kuchlab akilkitib vatanda Sharqiy Turkiston televiziya stansiyasining, radio televiziya stansiyasining qurilishiga biz uni mishadan boshlasak, bo'laverdi, bo'lmaydi emas, bo'ladi. Shunday yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bu quruq xam xiyol bilan yoki tasalli bilan va isin ish qilyapsizlar deb to'rtaymiz yaxshi gap bilan qo'yguningda oldan rahmat shu yaxshi gap olgan. Yaxshi gap bilan bo'lmaydi. Bu iqtisod bilan bo'ladi qarindoshlarim. Biz oyda $10, 10 yevro. Agar bo'lsa sizlarga mushunday ishlar bo'lsa, tashviqot atomdan yomon bo'lsa, bo'ldi sizlar $100 yoki 100 yevrodan deydigan qarindoshlarimizdan xafa ketmaymiz. Tamam, beringlar. Allah razı olsun, milyon razı olsun. Kelgusida tarixning suyumliq betlarga ilinisizlar. Allah'ın defteriga ilinisizlar, u dunyoda bu dunyoda yuzinglar yo'q. Chunki hozirda tekma zulm chekayotgan Uyg'urlar, bizning millat dunyoda yo'q qarindoshlar. Hozir bo'layotgan vatandagi bo'layotgan zulmni anlatadigan amal yo'q. Vatan ichidagi qarindoshlarimiz bir sekund gapni anlatadigan yurak yo'q. Ko'chadami bir-birisi bilan gaplashadi, qarmay o'tib ketdi-ku. Dodi ballami, oqishdilarmi ko'chada qarmay o'tib, bunda boshini milishtirgan ish yo'q. Shunchalik qo'rqinish odatda turmalar kunlab yine anlaşınca yüzlab, minglab yaş yigitlerimiz ülevi tuttu. Vafat kılıbı tuttu. Şehit bulavı tuttu. Hatta üstbirlerimiz bu baktın tahtı yaşlardıca, yaş ösmürlergice, narisiydi sebilergice Kudanın güne ataları terbiyeleş, orunu ekirketgellik sever bütün atalmış terbiyeleş, orunu ekirketgellik türmük ekirketgellik sever bütün aş balla, aş sebiyle Kudanın güne yüzlep, minglap can uzvatıdır. Hatta gap boğatdı demenler, can uzvatıdır. Ama onun xəbirini teşik çıkırdıgan tütün ya etik hayatlarlık. Xağımı mümkün emez. Xağıdım mı gumanlanıp az resil çıtlas komünistler asmandı xağıdım mı sütefkesi aşını İltüyütü ya kamera ağalıdı. Xağının çıraya kandak diye. Sen çatak tek durdu da. Ama mahalette biz uyganmısak en kerindaştırın. Hem de çeteldeki teşviqatla hem de yardımımızda kımısa öz vaktinde artık şu musabayıtla Mehmet Ali Efendiler Mehmet Ali Tevfik Aşınçılar bilimli ile Vetengi Kirep Abdülkadir Damollam'la öz vaxtdaki profesör, olimlar, vətənə kirib baylarını şığıb, və Uyğurun hali məyəkəcə, biz ballarımızda malı tapşırınlar evdə Allah'a. Mən Türkiye bilən və çətel bilən alaqılışıb, ballarını uqtaylı, ballar bilinlik olğandaki kirib, ma dövlətini, oluğu asın,
Şarkı Türkistan'ı baştursun. Meyadikin halkını çıkımı ilim yolu başlasın, marifet yolu başlasın, kallısı içilsin, terakkiyatı yüzüne iletsin. Ya ukumuğa adam üleptimi ondak der. Unumay. Ahiret halaketke şinsay degan çıplas milyon Uygur'un cini zamin oldu, kınını içti. Aş iştlas bütün baylağının hemmini jıgır. Aşı baylıqını payağı kömgen bolsa, üzümünün tüyü kömgen bolsa, üzümünün tüyü altın gümüşlerini erip bayını şu yerge kömer. Aşı üyüdü sandıklap, sandıkını erip sandıkını içine silip pakap, soğut taşlap, Torusqa kömek koygan bolsa altın gümüşlerini şu yerden ağızıp baylıqlarını. Torus iş ötürüverdi. Bu menin gibim emas, bu tarih. Okuğanlar, tarihni okuğanlar bilidi. Mehmet Ali Tevfik'nin, Abdülkadir Damollam'ın alimimiz. Uygurumuzun marifetperver alimlerinden Abdülkadir Damollam, Mehmet Ali Tevfik'nin, Akif'in, Musa Bayıtlar'ın eserlerini okuğanlar bunu bilidi. Şularını yardım kılmakta kandağı oldu. Endi biz muşni yana tekrarlaydigan gapmi? Qo'llarimizni iqtisodimiz bog'lab bermay, xarajat qilmay. Yana shu tarix takrorlansinmi? Nima takrorlanyapti? Tutulmasligimiz kerakmi? Biz mangu yashamaymiz qarindoshlar muhojiratda chet elda. Bizning suyimlik vatanimiz bor, qaytimiz Sharqiy Turkiston ismi. Bayrog'imiz bor mana. Ayyuksuzluk yok, bayrog'imiz güzel. Xalq meydanına taqaymiz. Xalqaralıq çoğun bazırımız var, şuraya taqaymiz. Nuşu bayraklı mı, suyumluk bayraklı. İnşallah bunun nihayet az kaldı. Ümit bulunlar yerindeki. Köp sözler kettim. Allah razı olsun, rahmet. Allah razı olsun. İnşallah ben yana programның ahırda söz berime. Rahmet. Naq meydanға yana qarindoshlarimiz telefon qilib o'tdi herhalde. Biz bu qarindoshimizning so'zini anglab bo'lgandan keyin undan keyin davom qilaylik. Assalomu alaykum, so'zlasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum, rahmat, satlar, sayg'iyatli chatodatlar. Vatandan chiqib, men millatimning o'zlik, milliy marsh, bayroq tushunchasiga erishdim. Allah sizlardan razı olsun. Ben Zümrüt Hanım'la kızımla. Rahmet, Allah razı olsun. Evet, rahmet, Allah razı olsun. Bu telefon qilib, cüret qilib, telefon qilganingizdan Allah razı olsun singlim. Başka sözünüz var mı? Rahmet. Teşvikatni çoğum to'xtamay qilamiz. Allah razı olsun. Qanda bizning teşvikatimizni desteklamsiz, qo'llamsiz yoki qo'llayman. Ağzınlarda qo'llaymiz deb qo'yib yuraveramsizlar. Şummaydı. O'zimizdan biri bo'lgandan keyin cho'qim kuchimizdan yetishicha g'ayrat qilamiz. Allah razı olsun. Rahmet sizge. Telefon qilibsiz. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Allah razı olsun. Biz bu programmani, suhbatni boshlagandan keyin dedik-ki, ey Uyg'ur xalqimiz, yüreklik bo'linglar, jasoratlik bo'linglar, telefon qilinglar, so'zinglarni erkin dunyo qilinglar. Mana shu media Xitoyga qarshi qanday shuaringlar bo'lsa, mana bu yerda danglar. Nurg'un qarindoshlar bizga ayrim xat yozadi. Sizlarga yozishi mumkin. WhatsApp'dan, Facebook, Messenger'dan her gün 10-15 qarindoshimizdan xat topshirib olaman, gap topshirib olaman. Ananda qilayli, mamanda qilayli, tuqqinimni onda akil ketibdi deydi. Derhal deymanki, akşamlık telefon qiling yoki ekranda ko'rishayli, buni dunyoga anglitayli. Her adamning o'zining og'zidan anglasin desak, yo'q, mening urug' tuqqanim vatan deydi. Ha, bo'ladi, men urug' tuqqanimning hammani Yaponiyaga ko'chirib etgandim deb javob berma ba'zida. Mening urug' tuqqanim vatanda inshaalloh Yaponiyaga ketmadi. Ketinglar desam ketilmaydi. 3,5 yildan beri biz urug' tuqqanlar bilan butunlay Alloh ustimizda 3,5 yil bo'ldi. Ne bir tuqqanim bilan kurashdik, ne ota-onamning hayotligini bilaman, ne onamning hayotligini bilaman, ne dadamning hayotligini bilaman. Yani hayotligini, yashayotganligini bilmaymiz 3,5 yildan beri. Xo'sh.
bu yerdamda shaxsiy dardimizni ko'p yetib ketmaylik. Bugun bizningki biroz charchagan, achchiqlagan ma'lum gap so'zlarimiz bo'ldi, qarindoshlar. Ya'ni bir programma suhbat qilsak, bir 4-5 ming odamga yetkazolmay bir hambaharlash knopkasini besanglasak, besishni xohlamayotsanlar qarindoshlar. Biz ba'zida xafalab qolamiz. Bizmi inson, balkim xafalabmi qolamiz. Bir qarindishimiz inkos yozibdi, inkosini o'qib beray. Yillardan beri vatandagilarning orzu umidi vatan sirtidagi tashkilotlarda edi. Ya'ni vatan sirtidagi tashkilotlarda deydi. Buning javobini men Bug'ra o'g'li qarindishimdan olmoqchi, shuni diqqat qilayotgan bo'lsa. Vatan ichidagilar vatan sirtidagi tashkilotlarga umid bog'ladi deydi. Yani men umid bog'lagan vatan ichidagi vaqtimda undan deydiki, lekin tashkilotlarning soni oshgan sir amaliy natija bo'lmag'ach, xalqimizning ishonchi tuvallab ketdi deydi. Amaliyat bu so'zga men ancha qaytilmayman. Tashkilotlarning soni ishishi amaliyatda xizmatning sonini oshirdi. Aktivchilikni taxim oshirdi. Herkesmin tashkilotning ko'p bo'lishi xizmatning sonini tuvalladi deb qaramayman. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim. Xalqimizningki tashkilotlarga bo'lgan ishonchi tuvallab ketdi deydi. Şoňa sizler halkımızdan ağrınmanglar, ularning ishonchisini turg'izinglar deydi. İnşallah biz hiç bir zaman halkımızdan ağrınmaymiz qarindoshlar. Şahsen Uyg'ur qarindoshlik studiyasi halkımızdan hiç bir zaman ağrınmaydı, ağrınmay keldi. Bugunga qadar menga bo'lgan hujum, tilaqaret, tashkilotlarning qarshiligi, media organlarining menga bo'lgan qarshiligi va yoki bir qism yani undan boshqa hujumlari hozirgacha hech qanday bir shaklda og'rinmadik. İnşallah buni biz arxiv qilib yukini yozib qo'yamiz, ammo og'rinmaymiz. Yani Alloh rizosi uchun deb qilayotganligimiz uchun. Ammo biz xalqdan og'rinmanglar, xalqning ishonchisini turg'izinglar, ularning ishonchisini deb bu yerda. Shunga sizlar xalqimizning og'rinmay, ularning ishonchisini turg'izinglar. Xalqning degan o'xshaydi. Bu ishkiron shu xalqning ishkironi qarindoshlar. Şunun için sizler bilen biz hem söhbet olup oturatımız, telefon kılanlı davatımız, inkos yazanlı davatımız, kanda sözanlı bolsa uçuktanlı davatımız. Dünyanın arkandak bir yeri de, meyli Japonya, meyli Afrika, meyli arkandak Şimalı Antarktida'da bolsun, arkandak bir yeri de bir Uygur qarindishimiz, bu işkiranını men işiltime dese, işkiran şununki. Arkandak bir qarindishimiz, bu mahsulatını bu işkiranda bir divagan bolsak, bir reklam qilib olgan bolsak, bir lag'man satanmadim oshxonamda. O'sha oshxonaning e'lonini qilib beringlar desanglar, biz bu yerda e'lonni qilib beramiz. Qancha qitim dedim men qarindoshlar. Haqsiz. Kitoblarni satanmagan bolsanglar, kitobning, oshxonanglar xaridor kirmagan bolsa, oshxonaning, mahsulotinglarni olmagan bolsanglar, mahsulotning e'lonini biz qilib beramiz. Chunki bu xalqning e'loni, bu xalqning ovozi. Biz hech qanday bir tashkilotningki shaxsan Uyghur qarindoshlik studiyasi hech qanday bir tashkilotning qo'lida ishlamaydi. Ularning homiyligida emas. Bu bir mustaqil organ. Qanday gaping bo'lsa tashkilotlarga nisbatan, qanday gaping bo'lsa rahbarlarga, liderlarga nisbatan kim bo'lishidan qat'iy nazar biz bu yerda ovozinglarni anglatamiz qarindoshlar. Agar tashkilotlarda, shaxslarda xoinlikni ko'rgan bo'lsanglar, vatan sotqinligini ko'rgan bo'lsanglar, har qanday shaklda bizga desanglar bo'ladi, biz bu ishkironda deymiz, dunyoga oshkor qilamiz va biz bilan birga deyish bersanglar bo'ladi va naq maydonda telefon qilib desanglar bo'ladi. Menga a tashkilot anda qildi, qurultay manda qildi, manda qildi, a palonchi anda qildi deydiganlar intayin ko'p. Meni qarindishim telefon yana telefon kelyapti qarindoshlar. Telefon tayyor desanglar bo'ladi. Keyindan g'aybat qilmanglar ki mana telefon tayyor. Qandaq gapinglar bo'lsa, mishada o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Haqoratlamasdan, dalil isbot bilan shaxslar olsun, mayli kimlar olsun, bu tashkilot ma shaklda millatga, vatanga xoinlik qilyapti deb nima uchun deyolmaysanki keyindan g'aybat qilasizlar. Masala bu. Uning uchun biz bu ishkironni ochdik. Bu ishkiron shu ochiq maydon hisobda. Assalomu alaykum, so'zlasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum, men Obaydin telefon qildim, Zumrat ismim. Men Obaydin siz degan savolga bir javob bergimga qoldi. Shu tortishimizga. Biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Tashkilotga hammaligini ortib qo'ymay, o'zimiz beshidan nima ish qilamiz, mush vatan uchun, xalqimiz uchun, millatimiz uchun nima ish qilaman degan savolni
rahmat. Allah razı olsun. Aziz qarindoshlar, sizga ko'p rahmat. Mana bu bizningki ekranimiz ochiq bo'lganligi uchun dunyoning har qaysi joylaridan boshqa shaxslarmi, boshqa arablar, turklar, boshqalarmi kirdi ekan, ba'zan gap so'zlarni yozdi ekan. Shun bizning so'zlarimizga diqqat qilsanglar, boshqa narsalar bilan shug'ul behuda narsalar bilan ko'p vaqtinglarni avar qilmang deymiz. Bu tashkilotlarga umid bog'lagandik, ammo tashkilotlar xalqning ishonchisini yerda qo'yib qo'ydi. Bularning ishonchisini qo'lga keltirish kerak, bularni nima qilish kerak degan bir inkosni yozibdi. Bug'ravul qarindishim buning o'zlari bir javob bersin. Qarindishimizning so'ragan savoli yazmasi men ko'zga ko'chirib chiqdim. Alloh razı olsun. Hamda biz vatanning ichidagi chog'da u hemşirimiz olsa ya qarindishimiz olsun, siz qarajim o'zingiz deb aytdingiz. Biz vatanning ichidagi chog'da vatanning sirtidagi tashkilotlardan jiq umid kutatdik. Nimishqa deganda vatanning ichida tashkilot qurish imkonimiz yo'q edi. Agar tashkilot qurish imkonimiz bo'lsa-mu, harakat qiladigan sharoitimiz yor bermoqda. Shunga ko'pincha vatanning ichida turgan qarindoshlarimiz vatanning sirtidagi tashkilotlardan umid kutadigan umidimizning birisi shu. Bizda birinchi tashkilot jalliqning qanday bo'ladiganligini biz xalqimizmi ham o'zimizni tahi yaxshi to'lib yetmadik. Tashkilotchilik bunday bo'lmaydi, ham tashkilotdan umid kutish. Boyatin qanchirimiz telefon eshitmaydi, yaxshi bir o'zi javob berdi. Tashkilotdan biz umid kutmay, tashkilotga men nima ish qildim? Tashkilotning nima ish qilganligini agar xato bo'lgan bo'lsa, tashkilotda hisob so'raydigan xalqning haqqi bor. Şu teşkilat jallıqda biz teşkilatımızdan ümit kutadigan kuchi bormi? Şu teşkilatning şu xalq qanchalik xizmat qiladigan roli bor. Biz bu yerda qanchalik aktiv rol o'ynay oldik ya o'zimizning kuchini bera oldik. Bu teşkilatdan ümit kutgan qarindoshlarimizga yazmasiga qarta beradigan javobim. İkincisi hem teşkilatның köp buluşu. Men bunun qo'shalmayman. Teşkilat qanday bo'lganda köp bo'lsa bo'ladi. Mustaqil bir davlat bo'lsa, teşkilat köp bo'lsa, o bo'ladi. Mustaqil davlatda bo'lmagan insonlar köp teşkilat qursa, bizning dushmanimiz bo'lgan bu tajovuzchilar şu teşkilatның köp bo'lganligidan foydalanib turib, teşkilatni teşkilat qilib qo'ydi. Ular teşkilatni teşkilat qilib qo'yganligi onu biz shu yerda his qilamizki, endi Xitoy tajovuzchilari teşkilatni teşkilat qilib qo'yganligini biz keyin his qilib qolamiz. Nimishqa deganda, u bir teşkilatda birga ish qilgan odam o'shining bilan mijozi xarakteri to'g'ri bir yerdan chiqmasa, qatchini boshqa tashkilot qurilgan ishlar. Bu kimga ziyon, kimga foyda? Biz Uyg'ur xalqiga ziyon bu. Nimishqa deganda, ana biz shaxsiy buning bilan yo'li bir yerdan chiqmadi ya fikri bir yerdan chiqmadi, tashkilotdan birini qurib chiqsa bo'ladi, umma Xitoy qarshi bo'lsa deydigan fuqamga kelib qolamiz. Ammo umma Xitoy qarshi quryapti, yo'q. Dushman uningga o shaklda yo'l qo'ymaydi. Şahsi adavatını ekip durup cemaatinin, teşkilatının gücünü azizleştiriyordur. Allah razı olsun. Bunun da nime çıkıdı deseniz hem de hazır vatanның sırtında bulavatkan bizim Şarkı Türkistan davasını kılıvatkan teşkilatlarımızın köpeyişteki sebep bu biz Uygur halkı üçün çok bir ziyanlık nerse. Bunu halkımız dahi meyli teşkilat kurganlı olsun, meyli teşkilat Kurman davatqanlı olsun, bunu təhlil qilib, bunun payda ziynini ölçüyemmeyevatıdır. Çünkü eğer müstakil devlet bo'lgan, bir millet bo'lgan bo'lsa, hiç teşkilat qilsa meyli. Bir bayraqning ostida quriladi. Ama hazır vatanning sirtida biz müstakil emas. Biz izilayotgan, zulm ko'rayotgan bir millet, hazır qurayotgan teşkilatni qurib vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonning ismini o'zgartiryapmiz. Bu biz uchun eng cho'ng ziyonli, eng cho'ng Uyg'ur xalqiga Xitoy tajovuzchilarining berayotgan zarbasi. Misol Sharqiy Turkiston
vatanimizin ismi. Hazır nime davatıdı? Bazılar teşkilat kurvatıdı. Uyguristan, Uyguriye, Uygur diyarı. Vatanning ismiga laqam qilib qo'yavatıdı. Vatanning ismiga tahallus qo'yavatıdı. Bu meselede Uyguristan meselesinde ben bir yerde bir gapni qistirib qo'ysam, Uyguriston Azadlık Teşkilatı deb Germaniya degan bir teşkilat var. İnşallah aldığımız zamanlarda bu Uyguriston Azadlık Teşkilatı'nınki rehberlerinin ben ikramga içkime inşallah şu vakitte robur oturup bu Uyguristan mı Şarkı Türkistan mı meselesi üstüde yani inşallah bunu uçuqlashga erişimiz. Ben size yani birazdan keyin söz berime çünkü qarindishimiz yana telefon qilyapti. Telefondan keyin men yana söz berime. Assalomu alaykum qarindishim, so'zlasangiz bo'ladi. Programmani taqib turib so'zlang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizda haqiqatan qo'rqinish bor, bizda ensirash bor, ishonch yo'q. Endi programmani yaxshi o'rnashtiryapsiz. Shundan bek rozi, Alloh sizdan rozi bo'lsin, sizlardan rozi bo'lsin. Endi menda burun shu tashkilotdan haliqidek nima desam bo'lar, shunda bir ensirash bordi. Masalan, o'g'lana to'g'ri dedi. Meni bir so'raydiganim, dunyo qurultiyi bizdan turmadagi jazo lageridagi qatnashchilarimizning tafsilotini so'radi. Lekin nima shu tashviqot mas'ullari hozirgacha shu hozirgi bor mediadan foydalanib shu shaxsiy uchurlarimizni qandoq qo'g'daydi degan to'g'riliq uchurni berolmaydi demoqchi. Agar mumkin bo'lsa, sizning bir media sizniki erishayotganlar shunday jiq, sizga bir kelib shunday so'zlashadigan bo'lsa, biz mana bergan uchurlarni mana qo'g'daymiz deyadigan bo'lsa, bundan taxmin razılab ketdik. Mana 2 soat qoldi, men sizlar taraf ketib borma. Allah razı olsun. Bo'z mumkin bo'lsa shunday uchurni bir topshirib olsak. Rahmat. Allah razı olsun qarindishimizdan bizim rahmat etimiz. Elbette bugün Dünya Avrupa Kurultayı'nınki ma'mur reisi ve aynı zamandaki teşviqat mesulü ve teşviqat sahasida tecrübelik qarindishimizdan Parat Yorunqash efendim ikramga birga chiqmoqchi ama işinden acıyamay qilib kelinmay qoldi. Yani demek yo'g'inimiz şu teşviqatchilarimizning hammalarining o'zining ishlaydigan ishimiz bor ekan. Nima uchun bizning bir mustaqil teşviqat o'rnimizda shu qarindoshlar ishlagan bo'lsa, maosh olib xuddi Erkin Osiyo radiosida bo'lgan o'xshash shunday bo'lgan bo'lsa, albatta bugun ikkirandan yana taqimi yaxshi foydali bir suhbat ilib bora olaydik deb biroz qaqshagan bo'ldik. Albatta qaqishimizning bir sabab bor. Dünya Avrupa Kurultayı'nınki bu meseleler üstüde cevap veriş mecburiyeti ve meyli başka teşkilatlar olsun, bütün teşkilatların mecburiyeti var. İnşallah aldığımız zamanla da Dünya Avrupa Kurultayı'nınki rehberlerine yana çıkıranğa içkimiz, teklif kılımız şu vakılda bu sualını yana kaydına oturup koyup şu mehbiyetlik meseleleri, şu hazırki halkı aşkarlanmagan ama aşkarlaşık tigişlik boğan neslerini xalqimizga aniq deb berishini shu vaqtida biz ikkiran orqali so'raymiz aziz qarindoshlar. Inshaalloh. Yana bu faqatli qurultayninki ichidagi kishilardan savol so'raydigan yoki ularning so'zlaydigan organ emas. Har qanday tashkilotlar bo'lsin, mayli. Chunki ba'zi qarindoshlar yozadi. Shu Kurash Ataxon va yoki Ablajon Leylnaman Rabia Xanim ularni ikramga chiqmaysizlar bu deb biz ikramga chiqishga harakat qilyapmiz aziz qarindoshlar. Rabia Xonimning bir qancha qatim taklif qildim, men yana taklif qilaman inshaalloh. Erta inshaalloh bizningki peshqadam inqilobchilarimizdan Sharq Turkiston sürgün hukumatiningki qurg'uvchisi va aynı zamandaki sobiq bosh prezidenti Ahmed Egenberdi bilan erta tushda biz bir programma qilamiz. Çünkü Avustralya'nın vakti bir yer bilen okşaş bulmaganlık için saat 10'da bir yanınki çüş olurken şunun için çüş vakti uğurlaştırılıp kaldı. Biz zaten Şarkı Türkistan davası da aldığı çıkan teşkilatlar, liderler, reisler, şahslar
ve Şarkı Türkistan xalqining ichidagi eng oddiy fuqaro, dehqon, bir yo'lda ketayotgan bir gazirchi yoki bir qassob yoki bir yog'ochchi bu ikronni so'zlayman, dardimni anlatayman, ovozimni anlatayman desa, har vaqt ikronimiz uning uchun xizmat qiladi. Bu ikron butun umumiy bir xalq uchun xizmat qiladigan bir ikron. Aziz qarindoshlar, uning uchun saqlab tursanglar, inshaalloh biz davomli ikronimizga shu shaxslarni olib kelamiz. Ammo talab qilganimiz bir programmamizni shaxsan qarindoshlik studiyasi eng ozda 10 mingdan 15 ming odamgacha yetkazish. Ba'zi programmalarimiz 20 ming odamgacha yetkazildi, ammo ba'zilarimiz 5 ming, 6 mingdan oshmadi. Bu biz uchun toz yaxshi emas. Faqat qarindoshlar buni ham bahrilash bilan va taqtish bilan bo'ladi. Rahmat. Yana men oxirgi so'zni olaman Sirojdan Fatih qarindishimizdan, uningdan keyin Zabiyulloh qarindishimizdan oxirgi so'zni olaman. Undan keyin programmamiz oyoqlashadi. U vaqtgacha telefon qilganlar telefon qilsa bo'ladi va inkasda savol so'raydigan gap so'z bor qarindoshlar inkas orqali yozsa muhim. Bu programma deyishga tegishli inkaslar va so'zlar bo'lib qolsa men o'qiyman, buni so'zlashimiz qarindoshlar. Marhamat Sirojdan Fatih qarindishim, oxirgi xalqimizga nima deysiz? Tashviqot sohasida nima ish qilib berdi? Qanday bir umidingiz, orzuyingiz bor, buni anglaydi. Endi shaxsan biz suyumlik ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistonda, ya'ni Sharqiy Turkiston televiziyasida xizmat qilayotgan chog'larimizda, ya'ni Razil Xitoy kommunistlarining atishidagi atalmış Şinjan televiziya stansiyasida xizmat qilayotgan chog'larimizda men tashviqot sohasida muxbir yoki alayda tashviqot xodimi bo'lib xizmat qilmadim. Faqatla ovoz artisti bo'lib ishladim. Biz ovoz artistlarining xizmatimiz dunyoning har qaysi joylaridagi televiziya yoki kino filmlarni Uyg'urchaga tarjima qilib ovoz berib, vatan ichidagi xalqimizga Uyg'urcha anglashdan iborat bir xizmat. Men uzun yil vatan ichidagi xalqimning ma'naviyati uchun oz-to'liq xizmat qildim deb o'ylayman. Men Xitoyning tashviqoti uchun xizmat qildim deb o'ylamayman. Chunki mening kasbim ovoz artisti, men tashviqotchi emas, yoki bir muxbir emas. Men faqat vatandan chiqib ketishga bir yil qolgan vaqtlar bo'lishi kerak. Televiziya stansiyasi chet ellarniki kino televiziyalarini ishlashni biroqla to'xtatib, maxsus Razil Xitoy kommunistlarining qizil tashviqot to'g'riliq kino filmlarini ishlaydigan bo'lib ketdi. Televiziya xabarlari Razil Xitoy kommunistlarining qizil tashviqotini burunqidan yüzdesi kuchaytdi-da. Televiziya stansiyasidagi Uyg'ur qarindoshlarim bo'lsin va qadrdon xizmatdoshlarim bo'lsin, kuchli televiziya stansiyasi idoradagi xizmat o'rnidagi kuchli radiatsiya o'rnida kecha-kunduz ismini ishlagan xizmatdoshlarimdan, ya'ni qadrdon xizmatdoshlarimdan merhuma ataqlıq ovoz artisti merhuma Munavvar Ablat, Qalbinur Almazi ve Mirsalina iğir hizmet besimi ve çarçaş tüfeyle studiyadaki načar hava, süpetsiz hava, iğir radyatsiya tüfeyle yaş canlardan ayrılıp gitti. Ve yine nurgulluğun hizmetdaşlarım xilma-xil o'sma va turli kasallar giribdi bo'lib yetyapti da hozirma. Va yana nurg'un xizmatdoshlarim shu muhitda jonsiz umrayapti. Endi u yerda faqat va faqat Xitoyning shu Uyg'urlarniki televiziya stansiyasi bo'lgan bilan Sharqiy Turkiston televiziya stansiyasi bo'lgan bilan atalmış Uyg'urlarniki televiziyasi bo'lgan bilan, lekin butunlay 1000%, 100% Xitoyning tashviqoti, Xitoyning ovozi. Endi bu chet ellarda muajiratda biz erkin davlatlarda yashayapmiz. Bu yerdagi tashviqotimizni qanday holatda olib borsak bo'ladi, menimcha. Radio, televiziya o'rinlari
endi masalan ko'p xildi bulandı, taratqular endi hammasi mushu tashviqot uchun har turli xizmatlarni qilsa va har turli kuch chiqarsa, tamamen qo'limiz ko'ksimizda bizda yordam so'rasa, yordamimiz bor. Ammo men bir tashviqot sohasidagi peshqadam bir mutaxassis yoki bir nima emas, men faqat ovoz artisti. Men bu yerda ovoz artisti bo'lsam-mu, garchi 20 yil ovoz artistlik qilgan bo'lsam-mu, vatan sirtga chiqqandan keyin hozirgi bizning ko'rayotgan kunimiz vatan ichida zulm kundan kunga ig'irlab ketganlik sababi, zulmning darajasi bu darajaga yetganlik sababi, hatto 2 yil bo'ldi, hech qanday urug'liqlarimiz, ota-onalarimiz unutib ketdik. Ko'rolmayotimiz unutdik. Ko'rolmayotimiz, xabarlanishmayotimiz. Butunlay Xitoy bu nimalarni telefonlarni hemen kontrol qilganlik sababli Xitoy Allah razı olsun qarindishim, mushu xalqimizga nisbatan oxirgi mushu qandaq bir tilikingiz, ya'ni xalqdan nima umidingiz bor, shuni so'zlab bering. Xalqdan nima umid kutasiz Uyg'urlar? Xalqimizdan kutadigan umidim biz qo'limizdan keladigan xizmat qilishimiz kerak. O'zimizning xalqimizningki ozodlik uchun, erkinlik uchun, Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun qo'limizdan keladigan xizmatni qilishimiz kerak. Bütün tashkilotlar hammasi ittifoqlashish kerak. Haqiqatan ittifoqlashishga kuch chiqarish kerak. Ondan barliq muhacirat Uyg'urlar mushu tashviqot xizmatiga alohida bosh qotirish kerak. Barliq muhacirat, barliq Uyg'ur qarindoshlarimdan shuni talab qilaman. Bizningki tashviqot taratqularimiz oz bo'lsin-mi, mushu oz taratqularga nisbatan o'zininki yordamini qilish kerak, yordamini oymasligi kerak. Biz tashviqotimizni kuchaytirgandilar, radioni, televiziyani va taratqularni tashviqot sistemamizda muhaciratda kuchaytirgandilar. Anandaki bütün muhaciratdagi barliq Uyg'urlarni uyg'otalaymiz va yerlik xalqni yerlik tillarda tashviqotni kuchaytirgan vaqtda va tushuntirganda yerlik xalqni shu yerlik shu har bir davlatdagi parlament a'zolariga shu xalq bisim qila oladi. Shuning bilan biz ma'lum maqsadga, tashviqotga ma'lum maqsadga yetgan bo'lamiz. Shuning uchun barliq qarindoshlarimning muhaciratdagi barliq aziz qarindoshlarimning az yesakmi az tirilib, işte bir gap var konularda. Endi az bo'lsin, ko'p bo'lsin, o'zimizning atig'ini bo'yicha tashviqot sohasiga yordam qilib, yo biz o tashviqot sohasiga yordamni bir yerda bir dachilab olmaymiz. Yoki bir o'ysitilib, shuni million rubl qon qurib ketmaymiz. Faqat Alloh rizosi uchun, mushu Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun xizmat qilamiz. Ve şu medyani, şu taratqularni tashviqotimizda taraqqiy qildirish uchun xarajat qilamiz. Allah razı olsun. Sizlarni qo'llab quvvatlashinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Allah razı olsun aziz dostum, qarindishim, nayet yaxshi fikr qildingiz. Vaqt munosabati bo'lmagan bo'lsa so'zingizni kesmaydim. Rahmat. Albatta kecha soat 12 bo'lib qoldi herhalde bu nimada 12:20 bo'libdi İstanbul'da. Ko'proq ko'rurmanlarimiz Turkiyadan keladigan bo'lganlik uchun to'la nim qiladi. Shunga ba'zi programmani azroq qilish to'g'ri keldi. Xo'sh, nimaning Zabiyulloh qarindishimizning oxirgi so'zini olaman. Xalqimizdan nima umidi bor? Nima kutadi o'sha? Siraj Najimning gapini angladim. Tamatqich kelsak bo'lmaydi, qarachi. Namozni o'qib berganlikka ish kelsak bo'ladi. Biz bu da'vo, bu tashviq deb, shunda tashviq deb qo'ygan chaqda undaylik soat qarab qildiq ishni qilmay. Yurak so'zlarimizni, xalqimizning yurak so'zlarini oshkor shunda maydonda yoritishimiz kerak. Qo'shchasi qo'ydim. Alloh razı olsun. İnşallah tamatqich qildigan programmalar bo'lar. İnşallah kech kunduz 24 soat aylanib turadigan jalla naq maydon programmalarimiz bo'lar. Endi bu vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda bo'layotgan bu zulmni 2-3 soat emas, haftalarcha, oylarcha anglatsaqmi tugamaydi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo shuni anglatish uchun deb birdiga odam lozim.
biz endi sosyal medyası, ijtimoiy uchur, aloqa qilish o'rni, televizor kanallarını açsak mı? Biz hep ammay şu qarindoshlarimiz shundan manfaatlansin deb dunyo anlatımız desek mi? Şunu deb birdiga adam kerak şu qarindoshlar. Bu bizdeki eng kamchilik mushu. Yuqoridagi qarindoshimiz deb o'tdi. Biz mushu Yevropa parlament oldidagi 5000 kishilik namoyishga urug' tuqqanlarning ismlarini va rasmlarini avatib biringlar deydigan bu tashviqot berildi-chu. Bu namoyishga 3 oy burun bu tashviqot qilingan bo'lsa-mu, namoyishni nimaga qilasizlar dedi Yevropa parlamentining oldida Yevropa parlamenti xizmat qilayotganlar. Biz deymizki, şu Yevropa parlament oldida qiladigan namoyishning ma'nosi vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari atalmış yig'ib edish o'rniga ketgan, tarbiyalash o'rniga ketgan, tutib ketilgan shu sabiy bolalarning yo'qolib ketib qolganligiga noroziligimizni ko'rsatib, biz Yevropa parlamenti oldida o'tkazadigan namoyish bu deymiz. Ham shu Yevropa parlamentida ishlayotganlarga eng az degan biz dunyoda nima deyapmiz hozir? 1 million yo 2 million Uyg'ur xalqini, Uyg'ur yoshlarida Xitoy tajovuzchilari atalmış tarbiyalash turmalarda sulab oldi deyapmiz bu. Daqo qarindoshlar. Shunday. Hozir vatanning sirtida qanchalik Uyg'ur bordi? Oldi keyin ular O'tir Osiyoni hisob qilmaylik. Qirg'iziston, Qozog'istonni hisob qilmaylik. Turkiyadan Yevropani hisob qilaylik. 500 ming Uyg'ur bormi? Chiqamiz, Chiqamiz inshaalloh. 500 ming Uyg'urning oilasida birdan Uyg'ur kelgan bo'lsa 500 ming Uyg'ur yo'qmidi? Shu tarbiyalash o'rnida bor. Biz shularni 100 ming Uyg'urni deb bermayapmiz. 100 ming o'yinda qolsin 10 mingni. 10 mingning sonini berdi. Yevropa parlament oldidagi 5000 kishilik namoyishni mushu maqsad bilan qilamiz deb. Şu 10 ming kishilik odamni topolmayapmiz biz hozir. 1 million, 2 million odamni Xitoy tajovuzchilari tarbiyalash o'rniga kirib ketdi deyapmiz. Yevropa parlament oldiga topshirib berdigan 10 ming kishilik odamni Xitoy tajovuzchilari shu atalmış tarbiyalash o'rniga kirib yo'q qilib yetib bordi. Biz shuning uchun namoyish qilamiz deb Yevropa parlamentining ishchilik xizmat qildiganligiga sonni berib qo'ydi. 3 oydan beri buni tashviq qilyapmiz. Men o'z oldimga tashviq qildim. Yoki men bir dunyo Uyg'ur qurultayining so'zchisi emas, yo tashviqotchisi emas qarindoshlar. 35 million xalqimning tashviqotchisiman. 35 million xalqimning beshiga kelayotgan zulmni men inglizcha anlatmayman, ruscha anlatmayman, arabcha anlatmayman, germancha boshqa tilda anlatmayman, Uyg'urcha anlataman. O'zimning Uyg'uri buni anglamasa, boshqa millatga anglasa nima foydasi? Birinchi o'ylab o'zimiz anglashimiz kerak. O'zimiz bilishimiz kerak. Bu o'zimiz anglab, o'zimiz bilmaganning ziynini 30 yilni ko'rdim men. Qanday ko'rdim deysizlarmi? Eng oxirgi so'zimga bu qarajim. Shunday eng oxirgi so'zlar programmamiz oyoqlashadi. Unda bo'lsa sizning jeningizga voy tanqatqish tugamaydi mening so'zim bu. Mush xalqimizdan nima umidimiz bor shuni desangiz programmani oyoqlashtiramiz. Ya unda aldirab tutmayapman. Aratib sizne. İnşallah oldığımız kelgusi zamanda yana fikiranga chiqamiz. Xo'sh, endi xalqimizdan hech qanday meni da'vo qilayotganlar, meni siyosiylarimiz, hech qanday qarindoshlarimizdan xalqimizdan aqraydigan haqqimiz yo'q. Yuqorida qarindoshlarimiz xalqda aqraymanlar deb, ya xalqimizdan biz aqramaymiz. Shu xalqning birisi biz. Agar xalqimiz bizni tillab ko'ngli xush bo'lsa, xalqimizning ko'nglining xush bo'lganligidan qo'shildigan sanaymiz. Xalqda aqramaymiz biz. Ammo biz xalqni tarbiyalayolmayotganlik ziyonliq. Endi bu nada desamiz, meni olimlarimiz, diniy zotlarimiz bo'lsin. Bu bizning Uyg'urlarning ichidan chiqqan diniy olimlarni itrof qilmaymiz, ham ularning tabliğini, da'vatini anglamaymiz. Tushunsiz? O'zbekning, arabning, afg'onning bularning da'vati bizning quloqimizga ajoyib yoqadi. Ma Uyg'ur olimlarimizning, ziyolilarimizning
Cemaat erbaplarımızın gibi bizim kılığımızı yakmaydıgan bulak git. Nimişka? Xitay içinde koygan bizni. Başkalarına gene ek girip, ularına gene gül köstüp, bizdenkine tiken köstüp koygan zihni. Yani halkımızın terbiyeye ihtiyacı var. Biz bunu çın tutuşumuz gerek. Başka milletin tebliğini anlayabiliriz. Umma bir alim. Ama yüzümüzdeki de yürek sözü bilen depremleydi hem düşünemeyimiz. Bizden en birinci halkımızın kıladığan işimiz yüzümüzün, alimlerimizin tarihini, tebliğlerini, davetlerini anlanla. Ziyalilerimizin o tarihini okunla hem anlanla. Yahudininkini, Arapninkini, Avrupalıkninkini anlamanla. Şu Avrupalıkka, Araplarga, Yahudilığa saltanatni, medeniyetni, tarixni köstüp koygan bir millet biz. Bugün günlükte rezil bir Xitayning kuluğa qalganligimiz üçün yüzümüz guman qiladigan, yüzümüz közge ilmeydigan, yüzümüzning davetleri, yüzümüzning teşviqatçılarını qollamaydigan hem kemsitadigan, o'shunda g'alg'i tushirib qo'yayotgan o'zlikdan bo'layotgan ish emas qarindoshlar. Buning hammasining sababi bizning vatanimizning mustaqil bo'lmaganligi, Xitoy tajovuzchilarining kallamizdagi qo'rqinchi bir virusning borligi. Biz buni yuyib qashib etib, Xitoy hozirgi sharoitimizda Uyg'ur mening dushmanim deyapti. Xitoy bizni dushmanim desa, yana biz Xitoyni dushman qatorida ko'rmayapmiz. Bu bizdagi eng cho'ng qo'rqinchli xatarlik narsaning birisi bu. Biz birinchi bo'lib umumiylik xalqimiz. Vatanning ichi, vatanning sirtidagilar. Bizga Xitoy nima jihatdan ziyonkashlik qilmadi? Ma jihatdan ziyonkashlik qilmadi deydigan bir dalilni ko'rsatdim, bir isbotni ko'rsatsin. Diniy jihatdanmi, milliy jihatdanmi, urf odat jihatdanmi, tuproq jihatdan, hattoki terilg'u. Yıxallarimizning teriydigan buğday bilan qo'niqqa qaralishayotgan Xitoy. Uning uchun bizning qiladigan ishimiz dushmanni to'liq tunish. Dushmanni to'liq tuniyolganda uningga biz zarba bera oladigan yo'llarni izlab topa olamiz. Shunga tashviqot masalasiga kelganda bizning xalqimizmi tashviqotga mayli qanday shaklda bo'lsin, yordam qo'llarini inşallah to'g'ri tashviqot qilsa xalqimizning qo'li pul, qalbi ro'shan, kallasi ochiq yana bizga beradi. To'g'ri, Erkin Osiyo radiosi dedi. Erkin Osiyo radiosi boshqa bir davlatning himoya ostida xizmat qilayotgan bir uchur. Uningga Hüseyin Tejallining, Ahmet Fidoyining, Abdusalam Uyg'urning va Turkiyada istiqlol bu o'xshamaydi arkadaşlar. Chunki bu yuqorida sanab o'tganim Erkin Osiyo radiosidagilarga ma'ni deysan, ma'ni demaysan deyaleydi. Silligichu. Hozirgi Uyg'ur tashviqotchilarigachu hech qanday bir adam, bir davlatning besimi bo'lmaydi. Biz xalqimizning yuragidagi so'zni deb beramiz. Ham sizning xalqimizning yuragidagi so'zni deydigan maydonni hazırlab turibsizlar. Va ya 10 minut deydi, ya yarım saat. Uningda o'tib ketib qolsa, sizning yurak so'zingiz kallangiz kirib, echiqlab deb berachaqib gitbini tugigan. Tashviqotda bo'lmaydi. Allah razı olsun. Xalqimizga to'g'ri yurak so'zini deydigan. Hozir da'vatimizga endi ma'adam chiqsa o'ltayadi. Biz hozir eliqi xalqimiz tunigan adamni maydonga chiqmasligimiz kerak. Xalqimiz tunimagan xalqimizning ichiga so'qilib kirishimiz kerak. Xalqimizning nima derdi va uni anglatsan deydigan yerga kelishimiz kerak. Ma'abda buğra o'g'il chiqdi, kildiga tirajdim. Ya'ni joyning ichi to'tkitib mening chiqarishimning hojati yo'q. Xalqimiz bunga intilib, mening shunday derdim bor, xalqimga anglata hech bo'lmasa deydigan holga kelishimiz kerak. Allah razı olsun, rahmet. Eğer Siraj'dan qarindishimizning oxirgi bosh ketib qo'ydigan so'zi bo'lmasa, men programmani oyoqlashtirmayman.
Ben azırak cık emas. Vaqt almayman. 1 minut vaqt bermem size. Tamam. Endi biz siz Jakarta işleyapsınız bu qarindoshlik studiyasida. Başqa turib bu uskunlar mutazmin bo'lmay hammasi Jakarta shu hozirgi vatan sirtidagi tashviqot vositasi tarafqolarni Jakarta xizmat qilib xabarni o'tkir bir nutqni yoki tushunchini o'tirib qo'yyapti. Buningga cho'ng ziyolilarimiz, olimlarimiz, o'tkir fikrli faoliyatchilarimiz o'zining yurakini sarf qilib o'tkir nutqlarni so'zlayapti. Ularni so'zlash uchun ko'p material ko'rdi. Yuqori yerlarda o'qigan, cho'ng universitetlarni bitigan katta ziyolilarimiz va faoliyatchilarimiz bo'lishi kerak. Shu nutqni so'zlash uchun 20 minut ya 5 minut, 10 minut nutqni so'zlash uchun jafo chekib material ko'rdi. Chunki xalqimga men yaxshi bir narsa yetkazay, uyg'otay degan maqsad bilan. Ammo texniklarimiz jafo tortib ashtoq qilib ishlaydi, programmalarni kirishtirdim. Buni ammo muajiratki vaqti bor ba'zi qarindoshlarimizmi? Endi men hammasini deklaman emas. Vaqti bor qarindoshlarimizmi? Ashla anglamaydi-da. Anlamaydi. Nima deyilyapti? Biz qaysi kunda qoldik? Biz qanday qilishimiz kerak? Ashunga bir so'raydi, biz qanday qilishimiz kerak? Real o'tirib, qanday qilsak bo'ladi? Qanday qildiganligini, qanday yaxshi planlar borligini shu zulmni qutulishga. Qanday bir isim bir yaxshi bir planlarning tuzilganligini ash ziyolilarimiz, natiqlarimiz, söz o'tkir shu faoliyatchilarimiz Bo'g'ra o'g'li akam o'xshash mushtaq so'zlab qilgan mushtaq isim programmalarni anglamaydi. Yoshlar hozir endi bir qismdir anglaydi, lekin yana bir qism Allah razı olsun qarindishim. Ammo anglash kerak. Shular anglash kerak. Kuniga 1 soat vaqtini berish kerak. Ya yarım soat vaqtlarni berishinglarni men chin qalbimdan orzu qilaman. Vatan bo'layotgan zulmni bir qanday holatga yetishini anglab qo'yinglar qarindishim. Anglab qo'yinglar. Ammo anglamaganlarning hisobotini Alloh qiladi bir kun. Allah razı olsun, rahmat. Bugün mishagicha davomlashtirib turli qalb so'zlarimiz intayin ko'p, deydigan dardimiz intayin ko'p, ammo vaqtimiz qis inshaalloh oldimizga samonlar yana qaytadan yana ekranga chiqib yana davomli o'zimizning tashviqot da'vatini ilib boramiz aziz qarindoshlar. Ba'zi qarindoshlar imkos yozibdi, buni YouTube'danmi topqili bo'lamdi bu videolarni deb. Albatta YouTube'ga etib beradigan qarindoshlarimizni 4-5 ni yangi ushlab bo'ldim. Asosan meylan bizning xalqimizlik bir xizmatni prinsipal qilib o'rganmabdi ekan. Ko'pinchisi ko'p ishlab qilmoqmaganlik bo'lganlik uchun shu ikki filmni yo'llab qo'yib yo'qolib ketib degandek 5 odamni yangi ushlab bo'ldik. Hozirgacha unda qarindoshlar chiqmadi. Bizningki videolarimizni Facebook'dan tushirib YouTube'ga etib beradigan qarindoshlar bo'lsa men bilan aloqalashib bo'ladi va videolarimizni tushirib saqlab olishinglarni umid qilaman, chunki o'tgan yakshanba bizning Facebook taqilib qolganga o'xshash yana taqilib qolsa bizning bu videolarimiz yo'qolib ketish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun shundaq menga yordam qilishni xohlaydigan Uyg'ur qarindoshlik studiyasiga yordam qilishni xohlaydigan shu video etib berish nimasida bek oddiy bir ish aslında, ammo vaqtimiz yetishmasligini uchun men qilolmayapman. Shunda qarindoshlar bo'lib qolsa men bilan aloqalashib bo'ladi. Hammangni Alloh topshirdik. İnşallah yana bir qitimliq programda 30 sekundlik bir gap borda shuni qilmasam ichimda qolmaydi-da ama gap. Sanab turib 30 sekund vaqt berma, sanab turib ham. Tamam. Xo'sh. Ammo 25 sekund bo'ldi. Tamam. Bo'ldi, xayr bo'ldi. Men kenday bo'ldi. 20 sekund qoldi. Ya ama shu hozirgi vallahi ichida dardini ichida saqlab kelyapti. Nurg'un qarindoshlarimiz mash taratqularga demayapti.
radio demayapti, televizion demayapti da taraf qulog'i demay ichida saqlab kelyapti. Nur bishir, nurgun balay afat, kulfatdan kelgan qarindoshlarimiz bizni axborot bilan ta'minlamayapti. Ashlarning axborot bilan bizni ta'minlashni umid qilaman. Mayli radioni bo'lsin, televizionni bo'lsin, qarindosh studiyasini bo'lsin, Shunaqa. fidoylar sadosini bo'lsin, mayli Erkinasiya radiosini bizni axborot bilan ta'minlashni umid qilaman. Agar axborotni bermaymiz, hijr bo'lamiz, qo'rqimiz yoki bizni unchalar sözgü usta emas desa, WhatsApp to'plarida bo'lsinmi? WhatsApp to'plarida bo'lsa link qilib, qurma qur qilib deb aşağıda bo'lsinmi so'zni so'z va sen bo'layotgan ishni yo biladigan ishni biladigan dardini WhatsAppda bo'lsinmi so'zni so'z men shu qarindoshlarimdan o'tinay, ammo ichida qapqanmisan. İçini qapqan yolg'iz yig'lab o'tganning hech nimaga foydasi yo'q. Ammo Allah razı olsun. Aniq bilish kerak. Rahmat, inshaalloh yana deyishimiz. Qarajim. Xo'sh, sizga 30 sekund vaqt. Ya 30'dan qo'shilganda. Yo'q, vaqtimiz bek uzrab ketdi. İnşallah. Bunda gap yo'q. Siraj Najimning gapi qo'shilaman. Bu vatanning mustaqilligini qilish uchun bedel to'lash to'g'ri keladi. Bedel degan so'z bilanmi bo'ladi, hisobot bilanmi bo'ladi, jon bilanmi bo'ladi, mol bilanmi bo'ladi. Shunga xalqimiz hargiz nima bo'lishidan qat'iy nazar oilasida bo'layotgan zulmni vatanning sirtida bo'lsin, ichida bo'lsin bu anglatish hem anglash hem nimasimizning bir majburiyati hem mas'uliyati. Bu xalqimizning bir ideologiyaga kelmay turib bu bedelini berolmaymiz, bu vatanning mustaqilligini ko'rolmaymiz, bu o'zimizning urf odati islom dinini saqlab qolmaymiz. Dinimiz islom, vatanimiz Sharqiy Turkiston, millatimiz Uyg'ur, düşmanımız Xitoy tajovuzchilari. Allah razı olsun. Bu idea, bu ideologiyaga kelmay turib, zulmni anlatib berolmaymiz. Yanchiqimizdagi pulni ish qilayotganlarga ma'nosi hijda deb berolmaymiz. Mening so'zim tugadi, Allah bu shu studiyani qurgan, ham bizni anglab, bizga mayli yaxshi destek olsun, mayli reddiya olsun bergan barliq qarindoshlarimizdan Allah razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Sirajning qarindishimizga ko'p rahmat va ko'rganlarga ko'p rahmat. Inshaalloh erta kunduzda biz Ahmad Egamberdi akamiz bilan suhbat ilib boramiz. Hammanglarning qatnashishini umid qilaman. Inshaalloh yana bir qatimliq programmada ko'rishishga omon bo'linglar. Assalomu alaykum.